بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم bunu ahiden anda lillezine yu'luna min nisaihim tarabbus 4 ashhur dedi. Hadi ma şikayetine münasebette ilgirikse adet qasamte. Bazılar kapara kıldı da kemaydı da solup adet qasam. Ama keyingse adet qasamga o'xshamaydigan bir qasam. Hukm o'xshamaydigan. Bu xuddi ilgiriki qasamda istisno qilib o'tgandek. Mavi buning sirtida degandek mesela. İla buning sirtida buni o'xshashda o'ylab qolmang degan ma'noda. Chunki ilaning hukmi o'xshamaydi. İla dirmishada yu'luna degan ila ayoliga yaqin kelmaslikka qasam qilgan. Ya 4 oy desin, ya demisin, sana yaqin kelmayman, birga yotmayman degandek masalan. Bir yastık bosh qo'ymayman deganda qasam qilsa, bu ila bo'ldi. Bu ilaning hukmi qasamning hukmiga o'xshamaydi. Ilani masalan buningda so'zli chin tursa, ayol taloq o'g'idi. Agar so'zli yansa, bo'ldi. Kappara keladi. Yu'luna yani yuqsimun, yani qasam qiladi degan gap bu. Qasam qiladiganlar uchun degan gap. وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما يعني للذين يقسمون ده قراءة ابن عباس وأبي بن كعب قراءة ومن في من نسائهم يعني ayollardan jiroq turishga qasam qiladiganlar uchun min nisaim degan shu harfi jar yataallaqu bil jari wal majrur lilladina bilan munosabatlik lilladina yu'luna bilan munosabatlik shu ay lilladina deganga kama taqulu laka minni nusratun va laka minni ma'unatun degan so'zga o'xshash deydi. Ya'ni buni ma'nosi azizib aytsa lil mu'lina min nisaihim ayollardan ila qilganlar uchun degan. Sen uchun mendan yordam bor degan ekan. Lil mu'lina min nisaihim bo'lsa oldu imma ala hazfil mudaf bo'ldi. Ya'ni min jima'i nisaihim degan ma'noda. Demak bu lil mu'lina min jima'i nisaihim degandek. Nisadan oldida bir mudaf bor degandek. Bunda desak bu. Yoki shu ayollarni shu bir jimaning o'rnidan qo'yib o'tishda iborat. Bu bir xil mubolag'ani bildirdi. Jimadan jiroqlashish emas, bu ayollarning o'zidan jiroqlashishga qasam qilib o'tgandek. Tarabbusu 4 ashhur. 4 oy kutib turish bor dedi. Ya'ni ayollardan jiroq turishga qasam qilganlar uchun 4 oy kutib turish bor. Hozir 4 oyni belgildi. Agar 4 oygacha yaqin kelib qolsa, kapara turdi. 4 oygacha yaqin kelmasa, 4 oy ketgandan keyin taloq qilmasa, avtomatik taloq qiladi. Ay istaqarra lil mu'lin demekçi. Hozir ma tarabbus 4 ashhurni xabar qildi. Lil mu'lina xabari taraqqub 4 ashhur uni mubtadasi muakhkhardak. Xuddi taraqqub 4 ashhurun lil mu'lina min nisaihim deganday. Ya'ni ashunda bekitildi, muayyanlashib ketdi, muqimdaldi degan ma'noda. Shu hukm bekitilib ketdi degan istaqarra. La biyu'lun lekin bu 4 oy kutish degan gap yu'lunga chetishlik emas edi. Al-jar yani min garpago shu bu jar majrurga chetishlik dedi. Lillazinaga chetishlik. Ammo yu'lunga chetishlik emas edi. Agar yu'lunga chetishlik qanday bo'lmoqda? Yu'lun hozir min bilan mutaaddi bo'lgan bo'ldi. Mesela fi'llar ma'lum jar bilan birga kelib ondan mutaaddi bo'lgan ala bilan fi bilan an bilan masalan. Lekin ma'vazir bu yu'lun bilan munosabat emas deydi. Yu'lun bilan munosabat emas. Chunki ala yuli degan bu fi'l ala bilan mutaaddi bo'ldi. Shuna yu'luna ala nisaihim bo'ldi. Min agar musharrif bazan bilan chetishlik bo'lsa, yu'lun bilan chetishlik bo'lsa, yu'luna ala nisaihim deb kelish kerak deydi. Davonki bu min hozir bu yu'lunga munosabatsiz lilladina bilan munosabatgan deymiz. Yuqalu ala fulanun ala imraatihi mana odatda arab tilida, fasih tilida shunday keladi. Va qawlul qaili ala fulanun min imraatihi. Endi ba'zilar ala fulanun min imraatihi deb ishlatib qo'ydi deydi. Lekin bu xato. Vahmun tawahhamu min hadhihi al-ayat. Mush oyatni mush min bilan mutaaddi qilindi mana deb o'ylab qilib, ondan bu ashunda ibora surib ketadi deydi. Va laka an taqula uddiya bimin lima fi hadha al-qasami min ma'na al-bu'd.
Manda desang bo'ldi. Bu yerda bu'dda, bu'd ma'nosini tadammun qilganlik uchun biz tadammun ma'nosi var dedik qarab tilda. Bir necha misollar shunda deb o'tdik. Samiallohu liman hamida deganni tadammuna ma'nol istijaba. Shunga ham lam bilan mutaaddi bo'lib ketdi. Bu samiallohu man hamida desak bo'ldi. Bu liman hamida demay. Lamni akilishimiz o'shada istijaba degan ma'no o'z ichiga olgan. Sami'a va istijaba liman hamidahu degan ma'noda deymiz. Bundan keyin bu yerda hozir min mishada yiroq turish ma'nosini o'z ichiga olganlik uchun min bunda kelgan bo'lmasa ala bilan kelibdi desak bo'ldi. Fakannahu qila yub'iduna min nisa'ihim mu'lim. Xuddi ayollardan yiroq turishga, jima qilish qo'ydimi? Yiroq turishga, ayollarning o'zidan yiroq turishga qasam qilib aytganlar uchun 4 oy kutish kerak degandek. Bu bir xil mubolag'ani bildiradi. Ayollarning o'zidan yiroq turib, nere turibman senda? Xuddi biz uyda o'tirmaydigandek mesela. Fa in fa'u agar ular shu fa'u degan mishada bir qasam qildim. Qasam ochiq kelganda, darg'ada kelganda qilgan ekan, xuddi ochiqda yongan. Yenib ondan bu so'zdan yongan bo'lsa, yaqin kelmayman degan so'zni yondadim. Asa bo'shidi. Ya yumshab qoldi, ya eri demasdan. Bu chaqda fa'u fil ashhur. Demak, hozir qaytish qaysi vaqtda inoat qilindi? 4 oy ichida. 4 oy o'tib ketgandan keyin yansa foydasi yo'q deymiz. Qira'at Abdullah ibn Mas'ud unda qira'at tutgan. Fa in fa'u fihinna. Abdullah ibn Mas'udning qira'ati shu. Fa in fa'u fihinna degan qira'at. Fihinna adam mishada ashu fil ashhuril arba'a degan ma'noni bildirdi. Ay raja'u ila al-wat'i an al-israr bi tarkihi. Yaqin kelmayma deb chin balvog'lashdan astondan yaqin kelishga qaytgan bo'lsa demak. Fa innalloha g'afurur rahim. Agar bunda qaytib qolsa, achchig'ini yenib yaqin kelishga boshlasa, fa innalloha g'afurur rahim. Haqiqatan Alloh mag'firat qiluvchi va rahim shafqat qiluvchidir dedi. Haythu sharal kaffara. Bunda bo'g'achqa kaffaratni yo'l qo'ygan. Yoki bunda desek bo'ldi. G'afurur rahim biyadishqa bir gunoh ish bor. Bu gunoh ish nima? Bu bir xil zulm ishni qilaman deb qasam qilayotgandek. Ya'ni ayolga zulm qilgandek bir mazmun bor. Zaten yaqin kelmayman deb uni muallaq holatda bilan qo'yib qo'yishdan iborat. Yani ayoliga ziyon urish ishiga zulm qilishga qasam qilgan bo'g'achqa bu achchida uni niyatida yansa, bu chaqda sen burun qilgan shu zulm qilish niyatida qilgan qasamining gunohi mag'firat qilinib ketadi degan ma'no bor. Va in azamut talaqa agar bular shu taloq zalisa manza yaqin kelmaydi ayolim taloq qilib ketsin mayli deb niyat qilsa, bel bog'lasa, bu chaqdan bo'ldi. 4 oy o'tgandan keyin taloq bayn bo'lib ketadi. Taloq bayn. Bu chaqdanda agar uchun to'shqilmagan bo'lsa, yangi ashlardan aqd qilib to'yliq berib undan elish kerak. Agar uchun to'shqilgan bo'lsa bo'ldi, yatayolib ketadi, nikah ololmaydigan bo'ldi. Va in azamut talaqa bi tarkil fay. Demak, shu 4 oy ichida qaytmaslik orqali taloqqa niyat bog'lagan bo'lsa, niyat bog'lab qanaqda fatarabbasu ila mudil mudda. Demak, muddat 4 oyning hammasini o'tib ketishi saqlab kutib turgan bo'lsa, fa innalloha sami'. Nimaga desa, ularning ila qilganligini anglaydi dedi. Yoki ham taloq qilganligini anglaydi. Ya'ni og'zida balki taloq qilishi mumkin. Burunqi ilasi anglasa, uning taloq bo'lib ketadi. Yoki ayrim bir taloq qilish kerak degan bo'lsa, uni taloq qilganini anglaydi. Shu chaqda gapini anglaydi Alloh taolo demak. Alimun bi niyatihi va huwa wa'idun ala israrihim wa tarkihim al-fay'a. Mush oyat az mush jumla ularningki achchig'idan yanmay, yaqin kelmayman degan so'zdan yanmay, ching turganlikqa qarata bir xil tahdid bor. Ching turasang, o'chaqda gapini anglayma degan ma'no. Wa inda Shafi'i rahimahulloh ma'nahu fa in fa'u wa in azamu ba'da mudil mudda. Imom Shafi'ning tartib asli bunda demoqchi ekan. Fa in fa'u wa in azamu, ya'ni fa in fa'u ba'da mudil mudda wa in azamu ba'da mudil mudda deb bunda taqdir qildi. Ishkilizga hozir mudil muddanadan keyin demakchi. 4 oy o'tib ketgandan keyin ondan qaytsa, undan keyin azm qilsa deb 4 oyning to'liq o'tib ketishini bir deyib, 4 oy o'tib ketgandan keyin ondan qaytadi. Ya qaytmay niyat qilsa, o'sha taloq bo'lib ketadi deb 4 oy to'shqandan keyin qayta oladi degan bir ma'no chiqadi. Imom Shafi'ning nomida. Chunki bu fa aqdullam kelganligini bildirdi. Hozir Imom Shafi'ning ma'nosi bunday. 4 oydan ortiq bo'lsa ondan ila oldi deydi. Masalan, bularning qarshida men sizga 4 oy yaqin kelmayman desa ila olmaydi. Bu chaqda qasam bo'lishi mumkin. Vallohi la aqrabuki 4 ashhur desa ila olmaydi ekan. Bu bir xil qasam bo'ldi ekan. Odatdagi qasamga o'xshash. Agar bu qasamni buzvasi qanday qildi kaffara kelsin, ammo agar qasamni tursa hech gap yo'q. Normalimda, "Ma chayni ichmayman" deganda bir gap bo'ldi ekan.
Çay içmeyin ve kıyamet kadar eşim bulmaydı. Yani bununla ne delil var desem şu Şafii'nin karşıga. Bu ay farkı delil demek çadır. Lennel fa'lu takip. Bunda olan iken ilanın hükmü hazır. 4 ay ötep ketkendan kilamandan hükmü payda oldu demeydi dedi. 4 ay ötep ketkendan keyin ilanın hükmü o'ttirib chiqdi demoqchi. Fa fa'u degan 4 ay ötep ketkendan keyin gap bu. 4 ay ötep ketkendan keyin andın ilanın hükmü chiqdi. Undavani 4 aydan ortiq yaqin kelmas qasam qilsa anda ila oldu demoqchi. Ve kulna biz İmam Şafii qarta manda raddiyaverimiz demoqchi. Qawluhu ta'ala fa infa'u ve in azamu degan bu ikki ibara. Bu bir xilmida bir narsaning tafsiliy bayon qilishdan, ya'ni boshda ijmoliy bayon qilib o'tib, keyin undan tafsiliy bayon qilgandek bir ish. Ya'ni biz tilga ilishda oxirida kelgan bilan bu ashun ishida bor deymiz. Li qawlihi lillazina yu'luna min nisaihim. Lillazina yu'luna min nisaihim degan so'zga qarta shuni tafsiliy bayon qilib berishdan iborat bu. Yangi bir uningdan keyin bunda degan gap emas deymiz. والتفصيل يعقب المفصل كما تقول أنا نزيلكم هذا الشهر. Yani bu tefsiri bayan kılıştıgan, tefsiri bayan kılgan sözden keyin keladi, aqidlan keladi. Bu tertibde aqidin kelgan bilan asli şu ilgirki yig'inchaq so'zning ichida bor demoqchi. Masalan, men sizlarga mushay mehmon bo'laman. Sizlar agar yaxshi muomala qilsanglar, ayning oxiri qadar qishingda turman. Bo'lmasa, boshqa ko'chib ketgan qadar turma degandek bir so'z edi. Demak bu fain ahmadtukum degina hazır ana nazilukum hazar shar degan so'zning tafsilotidan iborat. Undan keyin deganni bildirmaydi. Undan keyin deganni bildirmaydi deydi. Raytama degani muddatcha degani, boshqa ko'chib olganga qadar deganga. Asli rayt degan asta bo'lib qolishni bildirgan. Chunki tarayyata degan sal kutib saqlab turdi, biroz to'xtab oldi degandek. Fa'ni hozir bu taqib uchun emas. Bu tilga ilishda keyin kelgan bo'lsa-mu, lekin ilgari gapning bayoni bu demoqchi. Unda olgan Hanifi mazhabda sana yaqin kelmayman deb muddat belgilamasmi, bu avtomatik shuni bo'ldi. İla oldu. Ya 4 ay desem o, yanıla ila oldu. Ama Şafii mazhabda 4 aydan artık dese andın ila oldu demek. Vel mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Endi talaq qilingan ayollar, mesela talaq qilingan ayollar da özlerini 3 hayz muddatigacha iddat tutib saqlatib turdi degandek ma'no. Mutallaqat degan so'zda mishada aradal madkhula biha min zawatil aqra. Hayz ko'rdigan bo'lib, endi balig'a bo'lgan ayol bo'lsa, bak kirib ketgani hayz ko'rmaydi masalan. Bak kichik bo'lsa hayz ko'rmaydi. Shu orliqdikisi bo'lsa, endi buningga yaqin kelgan bo'lsa, ondan taloq qilganlar demakchi. Chunki u yaqin kelmagan bo'lsa, hayz muddati saqlansin bo'ldi. Ondan hayz ko'rmaydiganlar-chi 3 oyda belgilishi mumkin. 3 hayz demaydi. Chunki hayz ko'rmagan ekan. Demek bu şeyde billi boğan, ez gördüğün ayallarınki, talak kılınan ahvaldaki iddete 3 kur dedi. Ya tarabbasna bi anfusihinne. Bu anda demek haber fimanul amr. Talak kılınan ayallar özlerine bunda 3 kur müddeti kütüp turdu dedi. Bu bir kıl haber manası. Bunda bu kılıdı diyendek bir haber manası geldi sığızda. Ve asıl kelam vel tatarabbasıl mutallaqat. Aslında bu buyruk değil. Mutallaqatlar bunda kütüp tursun diyemem. Ve ihracil emri fi suratil haber. Yani ne için bu buyrukni haber şeklinde ifade edilse bu buyrukni qattiq ta'kidlashni bildirdi deydi. Mesela vel validatu yurdana avladahunna degandek, ve men dakhalahu kana amina degandek mesela. Ve ish'arun bi annahu mimma yajib an yutalaqqa bil musara'ati ila imtithali. Yani bunda derhal icra qilishga aldirash kerak deganni his qildirdi deydi. Faki annahunna imtathalna al-amra bit-tarabbus. Xuddi bundan qanday chiqdi bo'lsa, xuddi bu ayollar derhal icra qiliblam, ondan bu ish vujudga chiqib bo'ldi, ondan mandaq bo'ladi, ya manda bo'ldi deb xabar berayotgandek. Bo'lib bo'lgan ishning xabarini berayotgandek. Yani men kuch chiqdi deydi. Demak bu bo'lib bo'lgan bir ishni xabar berayotgandek turdi. Wa nahwuhu qawluhum fi ad-du'a rahimakalloh mana. Duo qilganda rahimakalloh masalan radiyallohu anhu degandek menda xabar sigisini ishiltishmo shunga o'xshash. Ukhrija fi suratil xabar thiqatan bil istijaba. Xuddi Alloh taolo cho'qim sana rahmat qildi deb qattiq ishongan tariqada deb buni xuddi Alloh taolo bu duoni ijobat qilib rahim qilib bo'lgandan keyin Alloh taolo sana rahim qildi, rahim qilibdi deb xabar berayotgandek. Wa bina'uhu alal mubtada'i mimma zadahu aydan fadlu ta'kidin.
Demek bu adır mübtada ve haber şeklinde kelganligimi bu texmi ta'kidlashni bildirdi. Çünkü bu cümle ismiye davomlashni muqim ma'noda davomliq muqim ma'noda bo'lganligini bildirdi. Bi xilafil fi'liya. Fi'liya degan tajaddud va hudusni bildirdi. Va fi zikril anfusi tahyijun lahunna ala tarabbus va ziyadat ba'th. Anfus degan unda o'zining nafslarini degandek bo'ldi, ya o'zlarini degan bo'ldi. O'zlarini bunda saqlatqizdi va kutib turdi. Xuddi o'zining bunda chidab saqlab turdi degan ma'no var bunun. Bu ayollarga qarta, talaqliq ayollarga qarta texim bir hayajonlantirib buni qo'zg'atib turib, ashuni undashdi iborat. Lianna anfusan nisa'i tawamihu ila rijal. Çünkü ayollarninki nafsi nima erlarga intilishchan bo'ladi. Erlarga intilib turadigan, ko'z tikib turadigan bo'ldi deydi. Lekin endi erlarmi ayollarga ko'z tikadigan, intiladigan bo'ldi. Lekin farqi nima mishada? Erlar ayollarga intilgan deydi. Yok bir yer farkı. Erler ayollarga intilishchanligini, ashunga zot talpinib turganligini inkor qilmaydi. Ama onu da haya qilmaydi aslında. Rasmda. Lekin ayollar da er kishiga shunda qaraydi, qiziqadi desa, bunda e'tirof qilmay turib oldigan yoki buni sen yoshirib mahbiyat tutgan ish ma. Davom ekan, sizlar shu o'zingni chidab besib turinglar deb bir xilalaqa qattiq ta'kidlashdi iborat. Qattiq saqlab turish, ha? Kuchab saqlab turish, nafsini besish degan bunda. Fa umirna an yuqmi'na anfusahunna. Demak, bular shu erlarga intilib, talaqlab ketgan ekan ya qaytiralarmiki deb yoki men ajrsam boshtiganmanmi deb bir xil shu intilishchan bo'lgan ekan, o'zini besibdi deb buyurildi. Va yaghlibnaha ala tumuh. Intilishchanligini bostirib turib, nafsidan g'olib kelishga buyurildi. Va yujbirnaha ala tarabbus. Demak, o'zining nafsini, ko'nglini yoki chidab turishga majburlashga buyurildi. Salatata quru, 3 qur muddatcha deydi. Quru degan jami qar yoki qur. Bu bo'lsa-mu hayd, ya'ni Hanafi mazhabidagi qarash. Bu bo'l hayd degan Hanafi mazhabda, Hanbali mazhabda shu. Liqavlihi sallallohu alayhi vasallam da'is salata ayyama aqra'i. Ya'ni sizning hayz kunlaringizda namoz o'qimang degan hadis. Yani buni to'g'ri vaqtingizda, masalan, pak vaqtingizda namoz o'qimang desa ta'tulab qoldi. Hozir mushadis, yani bu mazhabninki bu qur deganning ma'nosi hayd degan ma'noda bo'ldi deganga dalil keldi. Wa qawluhu sallallohu alayhi vasallam talaqul amati tatliqatan wa iddatuha haydatan dedi. Hozir qur degan so'zning hayd degan ma'noda ekanligiga ishkadis keldi. Hayz kunlaringizda namozni qo'yib turing, o'qimang degan. Yana birisi dedekninki talaqqi 2 bo'ladi, iddatimi 2 hayz bo'ladi dedi. Yani bu ikinci hadisdan vajil istidlol qanday? Ya quru deganning gapi yo'q mana. Hayd debpa. Bu yerda to'g'ron demidi deydi. Vajil istidlol mushanda. To'g'ron demidi. Nima uchun? Bu dedek bo'lsin, hur ayol bo'lsin, ikkisining iddat tutish jinsi bir xil deydi. Ha, ma'lum birisining to'g'ri, birisining hayd emas. Ikkisining jinsi bir bo'lgan ekan, haydatan degandan ishki hayz bo'lsa, unda san o'rnak 3 hayz ekan deymiz. Chunki iddatning jinsi o'xshash ikkisida. Hayz ekanligini bildiradigan. Haydatan degan so'z ashadika talatal quru degandan hayat degan ma'nosi ekanligini bildirdi. Agar oyatda to'g'ri bo'lgan bo'lsa, bu yerda to'g'ron deydi. Wa qawluhu ta'ala wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin. Yani ayet mi delil dedi. Kur'an-ı Kerim'den delil geldi. Heyzdin ümidini üzgerler. Yani aslında kıra ayarlar. Kaçanda sinirli yaz kıydı da. Kaçanda ya isemden heyz buldu. Yani sinir, balagat sinir iyas deyimiz o. Sinir yaz yaki. Bazı 55 yaşlıydı, bazı 60 yaşlıydı, bazı 40 yaşlıydı. Onu belgelesi. Umuman da şu 55 etrafında, 45-55 etrafında heyzdin tohtaydı ayarlar. Demek bu şimdi ayarlı olup kalsa, ulanınki iddeti 3 ay deb belgildi. Demak, buna 3 ay degandan bundan aynal mahid degan so'z bo'lgan ekan, bu shu salasi quru deganning hayzni ko'rsatganligini bildirdi mushunda. Demak, andan da val mutallaqat degani hayz ko'rdigining laninki 3 hayz deganda. Hayz ko'rmaydiganlar-chi, hayz umidini uzganlar 3 ay degan so'z. Faqama al-ashhura maqama al-hayd dun al-athar. Demak,
Heyzning o'rniga oyni bilan belgilatdi dedi. 3 oyda. Poklikning gapini qilmadi. Demak, shu oyatda mush oylarni poklikning o'rniga qo'ymay, heyzning o'rniga qo'ydi dedi. Bunda ekan, salasat quru degandan 3 heyz degan ma'ni maqsad qilingan ekan deb tushunamiz. Nega bu quru deb keltirgan bo'lsa-mu, vallahi yeysandan mahiz deganda quruq keltirgan bo'lsa, shunda ikkisi maqsad qilsa bo'ladi. Ya qadim yerda heyzdan to'xtaganlar dedi. Agar heyzdan to'xtamagan bo'lsa, heyzdan to'xtamagan bo'lsam shu heyz bo'ldi degan ma'ni chiqdi mi şey dedi. Bu oyatning nima iddatdan bo'lgan maqsad rahimni paklash degan gap o'tadi. Yemeskanda. O bunda bir de koygan gapim. Bu illet emas. Bu rahimni paklash o'zi bir heyz bilan rahimning uyan-buyanligi ma'lum bo'lib bo'ldi. Shuna dedik istibra bi hayda. Bu 3 oy yoki 4 kun yoki 3 heyz muddati 3 to'g'ri muddati deb unda 3 ni belgilashda o bola yo'qligini uni aniqlash ba, undan keyin agar ochiq yangan avvalda o'zini to'xtatib turib keyin qaytarib olish maqsadim bor yoki er ayol ikkisining ayrilib bo'lgan firoqqa sal bir ruhiy tarafdan ma'naviy tarafdan o'zini bir boshqa bir holatga ko'chish asosida u gachchida masalan birisi bilan bir muddat yashab keyin gachchida shu kun ayrilib bilan aytsa boshqa odam bilan unda bo'lish ta'sir nafsiy jihat psixikasi ko'tarilmasligi mumkin. Bunda bir ko'chma bosqich belgilash kerak. Yo'ldashiga, ayol kishiga ishlaydigan berilgan fursatimiz qaytish. Demak, shu 3 nimada hamda 3 oy muddat ichida, 3 hayz muddat ichida o'zi bir to'xtalib, qayta o'ylanib, maslahat qilib, boshqaning nasihatini anglab bir qaror qilgan. Buni bu iddatda istibra rahimsizma tug'mas ayol bo'lsa chaqda iddat tutmasin bo'lamdi degan gap. Tug'mas ayol. Rezmilashtirganlar bor. Mesela balyatqisini elitib kelgan. Masalan, yoki unda tug'maydigan balkimda ba'zining tug'mas deganlik keyin tug'ib qolishi mumkin. U ma'lum ba'zi bir araliqdagi ahvollar. Ya'ni bir qismi keskin tug'maydi deyish mumkin. Shuni buni Imom Muhammad ibn Hasandan so'rgan chaqdimi, bu ta'abbudi degan. İbadet ma'nosi bor. Chunki buning manfaatini bir narsaga bog'lab qo'ygan nurg'un tarafdan chetishlik masala bu. Allah Teala alim bir kulli şey olgan iken, bendilerinin menfaatini her taraftan düşüngen iken, bunu aşında uğurlaştırıp koygan desek var. İbadet manası. وَلَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنَ الْعِدَّةِ اِسْتِبْرَاءُ الرَّحِمِ. Yani de derhal közgü çelikdiğen, bir illette derhal mundalam köz koysak bulgan nazımı şu demek için. وَالْحَيْدُ وَالَّذ۪ي يُسْتَبْرَاءُ بِهِ الْاَرْحَامِ دُونَ الطُّهُرِ. Ondan iken, bu koysak bayokluğunu kanda bilemez. Devamlı pak olsa, koysak da yok da bunda ne kılımı takı balıkının ispatı olup konuşur mümkün. Lekin heyz kelse ko'saqchi yo'qkan deb bilinmez. Bu 95% ahvolda. Chunki hamile o'g'illar heyz ko'ramdi ko'mam degan talash tortish bo'lishi mumkin. Ba'zilar hamile o'g'il heyz qildi, bu heyz kelgani bu heyz emas, ba'zi bir xunkab qilish yo bir yorilinish hamda. Shu oldi yo'lda mesela yorilinish bir ish bo'lsa, tomodan chiqqan qon bo'lishi mumkin. Heyz bo'lmaydi. وَلِذَلِكَ كَانَ الْاِسْتِبْرَاءُ مِنَ الْاَمَةِ بِالْحَيْدَةِ. Mana şu heyz bilen uqul olduğun boğaçqa, qo'saqti bayoqliqini, dedekni balı bayoqliqini uqmoqchi olsak, bir heyz açı saqlaymiz, bir heyz ko'rsam bunda yo'qkan deb bilan o'shada uy chaqirsak bo'lardi dedi. وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ طُهْرًا كَمَا قَالَ الشَّافِعِي. İmam Şafii degandek o qur degan so'z tohr deganni bildirgan bo'lsa, lan qadatil iddatu bi qur'ayni va ba'd al-thalith. Ve ba'du debtuma kitapta. Ve ba'di ola, ve ba'd al-thalith. Eğer İmam Şafii degandek tohrni maqsad qilgan so'z bo'lsa, qur degan bu iddat hozir 2 yarim degandek, ya 2 butun ondan kusur. Bunda bo'lgan bo'ladi dedi. Albatta İmam Şafii'ning qarshi dal bu emas. İmam Şafii gacha tohr deb bunda deyotmaydi. Yoki İmam Şafii'ning kitoblarida boshqa deyish mumkin. İmam Şafii deydi, qur degan intiqal min at-tohr ila al-hayd. Yoki heyzni tashlab ondan kelib chiqqan to'g'riliq deydi. Lekin bu ikki heyzning oraliqidagi to'g'riliq undamaydi. Endi jinish kerak bir nimasi bor ekan Imom Şafii. Lekin bu yerdan darhol deyishda bu qur degan nimani bildirdi desak, Hanifi mazhabda, Hanbali mazhabda İmam Ahmadning keyin shu Hanifi mazhabdan qarshi qaytgan. Lug'at tarafdan Hanifi mazhabning keyin nimasi jalliq. Arabning uni ishlatishimiz. Qur degan so'z bu minal addad. Qarama qarshi ma'noda ishlatilgan so'z. Bunda shara degan ma'nosi. Satda setib oldi degan ma'nosi bor. Javon degan so'z. As'as
adbara va aqbala degan ma'nosi bor. Shuni qo'shish jiqimdi. Yani İmam Şafii to'g'ri deb turib oldi. Agar bunda bo'lgan bo'lsa, iddat 3 quru bilan emas, yani 3 to'g'ri bilan emas, 2,5 ya 2 butun yana 3-chisining bir qismi bilan iddat to'shab ketgan bo'ldi deydi. Arabning ko'pincha kelgan she'rlari ishiltilishlari qarasa, iste'moli qarasa, Abu Hanifa'ningki sal egri bo'lsin. Shu jahiliyat va sadr islom shu vaqtda kelgan she'r iste'molidan misol kelsa, lug'at olimlarining so'ziga asoslansa, Abu Hanifa'ning egri bo'lsin. Albatta buningga har ikki taraf 20-30 dan dil keldi. Masalan, hozir Hanafi mazhabining hadisdan va oyatdan bilib dalilni aqliy dalildan ishni qilib 5-6 dalil kelib qo'ydi. Shafiy mazhabining 20-30 dalili bor. Bunda ehtimolli qildi bu. Lekin hisoblashga to'g'ri kelib qolgan chog'da mana hayz bo'yicha hisoblasa, sal uchiroq oshkor. Xotirjam bo'lganga. Bu paklikniki masalan, ba'zilarniki 20 kun, 25 kun bo'lgan chog'da bir kun ya 2 kun kam bo'lib qolganniki ya bo'lmasa masalan 17 kun 18 kun bo'lgan ya bir gitar emas ya bir tava deymi ya yarim tava deymi. Shunga kitobda hozir İmam Şafii'ning bo'lib qolsa bu son 3 emas 2,5 ya 2,5 bunda binası bo'lib qolibdi deydi. Chunki li'annahu idza tallaqa fi akhir at-tuhurman. Hakodan kulluvagan akhir 15 kun deydi, 20 kun deydi emas, 20 kun deydi. Shuni akhirda kesal bo'lay deb turgan chaqda talaq qildi. Fada mahsubu min al-idda. Demak, mushazir to'g'rining qaqqagan 2-3 kunlik to'g'ri deydi. Bu shu iddatga hisob bo'ldi deydi. Ya'ni bu bir to'g'ri hisoblandi deydi. Shafiining usta. Demak, shu talaq qilingan shu to'g'ri hozir hisob bo'libdi. Bunda 3 kun qolibdi ekan. Unda o'nikin keyin qanday qilib bir hayz kirib, yana bir to'g'ri, yana bir hayz kirib, yana bir to'g'ri bo'lsa, iddat to'shdi bo'ldi. Shu kerim bo'ldi. To'g'rini hisobda, hayz emas. Dastlabda shu talaq qilingan to'g'ri 2 kun, to'liq unda 15 kun ya 20 kun deganda to'liq emas. Qolgan ikkisi to'liq. Demak, 2,5 bo'ldi ya, 2,5 bo'lib qolibdi. Bu 3 degan songa tushmaydi deydi. Bunda shu anaqa to'g'riniki oxirgi kunlari shu ez ko'rgan kunni hisob qilsin bunda o'shada. Ya, ez ko'rgan chaqda undan bu iddat to'shqandek bo'ldi. Ya'ni birinchi qatam to'g'ri degda talaq qilindi. Shu to'g'ri qachon tugisa, bu to'g'ri hozir bir to'g'ri bo'ldi. Ki arliqdan 2 to'g'rini to'liq tugutish kerak. Tugutgandan hayz ko'rsa, u chaqda undan bu iddat to'shqan bo'ldi demakchi. Lekin bu 2,5 deb qo'ygan ma'no bo'ldimi? U toza unda dalil joiz bo'lmaydi. Masalan, biz falan yerda mancha yil turdik desak, masalan 1,5 yil turgan bo'lsa, 2 yil turdim deb qo'ygan. 15,5 yil turgan bo'lsa, 16 yil turdim deydigan bunda ish bor. Ya'ni az bir qismini puchqini bir yil hisoblaydigan. 15,5 ichigan bo'lsa, 16 ichidan degandek. Bunda ehtimol bor bu. Asli sunnatki taloqning vaqti hayzlar vaqti emas. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu degan rasulullohning so'zi. Asli sunniy taloq shu. Shunga İmam Şafii shunga dalil qilishda, "İza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna" degan oyatni dalil qildi. Demak, shu to'g'ri altida degan bir mazmun bor shuningda. Nonki ma'no uni tushirmas demakchi. Lekin unda qolsa agar bir odam ayolni hizolat qilsam qolgan bo'lsa, ayolni talaq qilgan mana shu nima hayzdan boshlang'ichi talaq tushmaydigan ish bo'lib qoladimi? Ya shu hayz holatda talaq tushamdi, tushmamdi degan masala. Va jumhurniki tushdi. Ya'ni bular cheklangan bo'lsa-mu, bunday qilsam bo'lmaydi degan bo'lsa-mu, uchun masalan juma kunida azon to'lgan chog'da ilm sot qilma dedi. Ilm sotim qilsa shu so'z bo'ldi, gunohkor bo'ldi dedi. Şu muşunudmu? Heyzalet talak kılmadı dedi. Talak kıyısçı o talak düşüdü. Lekin günahkar oldu. İbn Hazm'ler mesela İbn Qayyim'nin kız karşıda düşmeydi bid'at talak. Lekin cumhurca düşüdü dedi. Düşüdü dedi. Buldu dedi. Yok şu vaqt ayollar solib qolishar ekan juma kunlikda. Ayollarga mayli bo'lishi mumkin. Juma o'qigan ekan. Yamallab ketgan vaqt esa. Unday bo'lmaydi. Talaq qilganniki iddat boshlandi. Talaq bo'lmasa iddat boshlandi. Va idza tallaqa fi akhir al-hayd amda bayatan ta'tiramda. Hayz tugay deb saqay degan chaqlarda saqaymabdi lekin saqay deb qolgan birash kundan keyin saqaydigan holatda talaq qilgan bo'lsa, bizning mazhabimizda bu iddatning shima birga hisob bo'lmaydi deydi. 3ning biriga hisob bo'lmaydi ekan. Bu puchuq narsa iddatning 3ning biriga hisob bo'lmaydi ekan. Ve 3'ni to'liq 3ni o'tkazishmek kerak deydi. Va thalasu ismun khasun li adadin maxsus. Talas degan bu maxsus bir sonning ismi.
1, 2, 3 deymiz o. Demek ki şu 3 diyen sanının ismi bu. La yaqav ala ma dunahu. 2,5'ga, 2,5'ga 3 digilunmaydı. O 2,5 mu? Şey məhəti. Amma nə özdən ismini atayla demək. Birini bir deyitməz deyəndə. Vaqif bizim araya bu vaxtın bir soqqas qancha tushgan deydi o, 2,5 qatan. Diye can etibarıyla. Leki er kişinin netsi varsa birse deydi. Çoğunlardan netsi varsa ikisi deydi. O da mesela el-hacc eşhurun malumat diyen ayette mi? Eşhurun malumatına Hanefi mezhep mi? Zülkade, Zülhacce, onu geçi de oldu. Şunun bir bazısını, mesela şu kıytırtınız hep anda da tesirkılar, emdim meyakçılıklarını bitmez. Özden mesela menfaat almış kaldı. Uçarda İmam Malik'den ona acayip mezmut tuğan. İmam Malik 3 ay toluk hac ayları dedi. Çünkü 3 ay toluk bulaştam da Mina'dan kayıtıp çıkandan keyin bazı ayollarının ezkögellikten tavap kılanmay yani 10 gün 15 gün keçkilgan bunda ahval oldu demek 3 ay toluk desek yan taşa eğitidi o. Ya meğer demek ki olan gelme. Hanefi mezhebim ya salaset gen muayyen san keldi. Ayet salaset kemmede. Köpük geldi. Sorun malumatlar köpük geliyle. Meğer salaset muayyen san keldi. 3 diyen. Çokum şuren bulaştıra. Toluk olmuşsun ben. O farkı var yani. Ve yaqalu aqra'atul mar'atu iza hadat mana lugattan ham dalilini keltirdi. Lugattan ana aqra'atul mar'at sa izködi degan bo'ldi. Ve imra'atun muqri yani ezda ayol degandek. Ve intisabu thalathatin ala anna maf'ulun bi. Yani uchun thalathata deb mansub alat keldi esa maf'ulun bi o'g'illik uchun. Ay yatarabbasu mudiyya thalathata quru. Mudiyya nazir taqdir qilib, mudatini taqdir qildi. Aw ala zarf. Zarf desek taqdirsiz keldi. Ay yatarabbasu muddata thalathata quru. Bunun muddatini taqdir qildi. Hez miqdori dengib chiqadi. Hez manisi chiqdi deb buni biz mush to'g'ri zade deb muayyanlashtirib chiqadi. Ya'ni bu mazhab bo'yicha. Hamda buning uchun thalathata quru deb thalathatu demay masalan. Shu o'qilmay zivar o'qildi deganga kelsak, maf'ulun bihi deb qarasak, shayzning o'tib bo'lishi qadar kutib turdi degan bo'ldi ekan. Yo'q zarf desa, shayz muddati kutib turdi degan bo'ldi ekan. Wa ja'al mumayyizu ala jam'il kathra dun al-qilla. Yani temyiz hazırmış hada. Quru degani. Bu temyiz hazır cem' kasra altida keldi. Cem' qilla altida kelmadi dedi. Cem' qillasi aqra deb keldi. Lishtirakihima fil jam'iyyati ittisam. Jam'likda ishkilisi jam'amda. Unda o'n ekan buni bak tujiblar jumay kan tasha ishlatayotganlikdan bunda bo'ldi debdi. Ya kim unda desak, "Wa la'alla al-quru'a kanat akthar istimalan fi jam'i qur'in min al-aqra." فأوثر عليه تنزيلا لقليل الاستعمال منزلة المهمل. Ya ki kuru diyen söz bu heznin mesela sanaşta ya işletilişte köprek işletildiğin boğaçka akradın ma evla bilinir ma tallandı dedi. Nime üçünse kodda az işletildiğini fakat işletmediğin taşrif edilgen sözge okşutup koyallık çarptı. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي اَرْحَامِهِنَّ. Aşı talak kılınğa Allah Teala ulanın beçidallarda yaratkan nesini yuşuruşu halal olmaydı. Beçidallarının balı oluşu mümkün, ya ki kan oluşu mümkün. Demek hez kögen, ya ki hamile ikenligine yuşusu olmaydı dedi. Bu erhamedeki nesi nime Allah Teala erhamede yaratkan nesi? Minel veled mesela bala, perzent. Ya ki heznin kını, ya aşının münasırlık nesi? Minhuma. İşkili hissedisin bu. وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت حملها. Mesela bir ayol hamileken, hamile bulak bu yana 5-6 aydan keyin 7-8 aydan keyin tug'di ekan. Lekin bu ayol erdan tez ajrashni xohlaydi. Men hamile deb qo'ysa, ay tuqqan qadar bu erdan ajranmidi, saqlaydi. Ve ulatul ahmali ecelun ayyadana hamlahunna oğaniken ay tug'ish bilan iddat to'shdi. Yani tug'ish qadar saqlab juramdi ma deb men hamile deganga o'shiriblar. Ha men hamile emas, ejkirab saqaydim mana iddatim to'shdi deb bilan ko'p anında ajrmoqchi. Ma xalaqallohu fi arhamihinna degan oyatning mazmunida ayollar taloq bo'lgan vaqtda haq Alloh subhanahu va taolo qo'saqdi shu rahimga malaikani ibatib jon chegizmoqchi bo'lgan Allohda masalan shu bolani yo'shirib qolsa yoki tushirib solda dedik. Bu xalaqa degan so'z ma'lum bosqichlarni o'tkazib
resmi can çigizlip insan bulup boğandan keyin bu halk meselesi olamdı yoki dastlabki boshqa xalq bo'lamdi? Dastlabki boshqa xalq bo'ldi bu. Lekin u ma'lum darajadagi yaratish, laqtiqan shaklda yaratishdan iborat. Endi ma'qul jan qachon kirgizildi bolaga? Buxoriyda hadisda 120 kan deb odatda fiqh kitoblarda. Lekin Buxoriyda shunday bir rivoyat kelgan. Ijmo'ga fi batn ummihi 40 yawma. Nutfa diye ibaret. Sonra tekun alaqatan misli zalik, sonra tekun mudghatan misli zalik da kirib, misli zalik deganda undan yana shu 40 kunda shunga o'xshash 40 kun desa, undan 120 kun chiqadi. Lekin Sahih Muslimning hadislarida bir necha rivoyatda 42 kunda jan chigizildi degan rivoyat bor. 3-chi qitilmoq 42 kunga birinchi qitil. Yani 42 kun bo'lgandan keyin ve bu törelme hazır iki tarafının urug'a jublaştı mı? Çanlaştı. Çanlaşkandan keyin 42 kun bo'lgandan keyin farishta jan chigizdi deb kelgan rivoyat. Undan bu jan qachon chirdi deganimizda aniq keskinlik yo'q. Hozir doktorlar biz 42 kundan keyin jan chigizmish to'g'ri deb mushuni tarjima qilyapti. Hozirgi tibbiy ilmiy sohaliklar. Yani Müslümanların alimleri, Avrupa'dakiler emas, Müslümanların alimleri. Hatta Kahire'de muhtemel sükkan buldu. 90 neçe, 92 mu neçede muhtemel bu sıra sükkan degan nima buldu. Bir yılını buldu onu bir kıtım. Şu bo'lgan chaqda İngilizlik ikki doktor Türelmenninki modellerini bunda hesap ko'tarayotganda bir xil qo'chaqda kichik nimani. Sen saçkanның bolalardagi mushukning aslanlardagi kichik shu Türelmenning bosqichlarini baştan tatip, birinci haftasından tatip, şu akşamda tedricimizne yasab ekilip, yığında teşvik kıldı buldu. Bunun demek çoğunu, birinci haftasında olsun mu, ikinci haftada olsun mu, bir aylık olan bu olsun mu, bunu eğer öttürürse, düşürürse azaplandığını ispatlar. Bu azaplandı o. Tabi aşını ispatlar. Yani şu Müslümanlar doktorlar var. Şu anda bu törelme ne? Şürüteş, 120 gün geçi caiz yengetle bu aciz. Maliki özellikle çantırken. Şu an İmam Gazali törelmene resmi mesela can çigizip oldu diye vakt mesela 120 gün ya 40 gün değil alal khilaf beynahum. Bunda olarak can çigizip olgandan keyin şürüteş resmi bir canını öttegenle okşaş. Can çigizistin ilgiri ötüreş ve peştak okşaş. Bu şortunun en tüge yere can çigizip olgan. Ama onun gıcı aralıkta günah şu derecede bunda buldu. Birinci hafta düşüretken birinci haftaya layık günah. İkinci hafta düşüretken ikinci haftaya layık günah. Demek bu haram. Yani şunu tercih ediyor. Yani bu azlık kılış mesela. Bunun da bu istilaf var. Azlık kılış meselesi de. Azlık kılışken erinin uruğuna, ayağının uruğuna kaşkı verip çanlaştığın tosun işte bari. Hem de bu resmi çanlaşıp buldu burada. Hadi bu insan bulaş yolda gidiyordu da. Vakti ısılamamda edem bulduğun nasıl. Hem akıl şu tut ay geçe saklama ve 2 aylık boğan balını düşürürse bunu diye kelamda kim oldu? Yani onda demektir lazım. Şu tut ayda can çigizdi degen qarashga asasen 3 aylık boğan balını düşürüp tutup koysak birini teptilen birisi. Diye kelamda kim oldu? Diyet kildi olsun. Davon ki ama çürüşünün zaten aramlıklarmış ya da. Hatta ata-ana dadisi oğa adam çürüvesi mi diyet kıldı onunla. Annesi üzü çürüvesi mi diyet kıldı. İslam'da la hadra fil İslam. Bu İslamiyet'te bir kan, bir can bakağı ölüp tuttuğun o bedelsiz onda ölgün öldüğün şey yok. Çünkü bunun bedeli var. O bedelini kim gördü o başka mesele. Aşağı Türkiye'den ortaya okşaş birden var. Gurra, abdu ve emar diyendek 500 dinar diyendek bundan mı? Azra. Diyetilerle ada alındı ya o Günahın bağı var. Mesela onun kafaret edildi. Ma ceninne süretken keparet kandaydı ki insan ötüretken elbette o keparet bağım. Eğer şu kosaktaki balını tuluk insan kıyaslıysak keparet kıldı. Bu keparet tuluk bir kosaktın sırtı çıkıp boğan bir insanı ötüretse keparet kıldığını keldi nususta. Şuna ama ayet edisinde hem de o kosaktaki bala şu kosaktın sırtındaki adamga qiyas qilinamdi qilinmaydi. Qiyas qilganlar keparet kıldı deydi. Qiyas qilmaganlar bundan benim kemmidi. Qiyas qilmaymiz deb turibsa, bu o'xshamaydi. Qiyas mal farq. Bu to'liq bir inson yashab yo'lda mengib bo'lgan bir odam. Ba'da qo'saqning ishidagi bir insonning ishidagi bir mukammal bo'lmagan bir to'ralma deb turibsa, bu keparet kelmaydi deb turibdi. Shuni ixtilof bor. Bu
Bu kitabı diyat nimesida bayon qilingan masala. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. Demek bunda yoşusa, qo'sqida balıbalıqni yoşusa bo'lmaydi. Heyzda ekanligini yoşusa bo'lmaydi. Ya saqayganligini yoki ezkiravatligini yoşusa bo'lmaydi demek. وَلِأَلَّا يُشْفِقَ عَلَى الْوَلَدِ فَيَتْرُكَ تَسْرِيحَهَا. Demek bu ayol hozir ajrashmoqchi ekan. 9 oy qadar men to'qqizcha bu qo'sqimni bor deb qolsam, uning uchun ajranmayman. Shu aydilam ajitsam bo'ldi deb balıbalıqni yo'shirdi. Yoki buni qo'sqida balıqni uqsa qo'y mening bolam kim bunda yetim boldek cho'nglarmi dedisiz. Ya ishga arliq cho'nglarmi, yo'q ash bolamni o'zim baqay bo'libmi, onasini o'sallosin ve balık ziyan umay, balık qurban bo'lib ketmisan deb anan amriga qaytirib olgan. Demak bu ayol ajrish planı var. Hani munda benim balam bakem bunun qo'sqida meni demismi balni deplam meni yani amriga qaytirolmisan deb yo'shiriblam ajrishib ketay deb qildi deydi. Av katamat hayda yoki ikkinchi ehtimalimda hayz ko'rgan masalasini yo'shirib bu. Unda ekan, ya men saqib bo'ldim. Yani hayz olti ekan bu. Saqib bo'lsa, mesela 3-chi hayzni ko'rib bo'lsa, saqaygan ekan, undan bu to'liq iddan to'shqizib ajraytdi-ku. Bu hayz ko'rayotgan chaqda kaçsın bir müşe işkişkinçilim acayip kitay ya da o ben sakip buldum da turul. Sakip bulganken otomatik tak gibi bu iddet toşep gitti. Demek bu talakını aldıratkallıktan ben sakip buldum da turuldu. Bu en kısa iddet neç gün buldu? Mesela en tiz iddet toşkuzduğu ayarlılar en kısa bolganda unundan kısa bolmaydigan bir sizik desek neç günde iddet toşep buludu? Hamilelerden başka mı? Hamileden onumuzsa en akımda. Mesela ezgördük ayarken şeyiz en kısa vakitte neç gün toşep buldu? Mesela ekseril hayat akallı tohur, ekseril tohur diyen talaştaş var o. Mesela şu yani bir meselede şu alimden karşı neç günde toşudu? Bir ayarının iddeti hazır. Mesela ez kömeydanlık 3 aydı de. Tahminen 90 gün, 80-70 gün diyendek ama hem de ez kördüğünün 85 gün etrafı çıkarmış. Birisini 3 gün, tohurnandın 15 gün dese 18 günde 18 gün. Birisi tügendek. Demek aşında bir belgeleydiğin numuz varmış. İlk kitapta en tüyünü mançilerinde belgeleydiğin 50 toqşaydı. Mesela bir ayal falanın nikahını kılıp koysalar dep keldi. Zaman kelgi biz soraymiz nikah kılganı. Çokan boğan siz burun başka yatlık boğan mı? Boğan. Bu aydan kaçan talak kılıngan? Genkin falan çizler dedi. Ama talak kılıngan akçağınız var mı? Zerba dep çıkardı. Karımda çizler kardı. Karavan'dayken bu ayalının talak kılınıp hazır 70 gün buluptu. Ben sakaydım dedi mesela. Şinem de o. Demek aslında en tüven ölçümünü bekitip koysak, aş tüven ölçemge udulkası ayarlanmışsın. Normalden de Müslümandan gepsiz şu ayarlam özünüz bildiğinimiz haber vergendiken bu işimiz desek meyil oldu. Akşamızını talak kula bir vaktin kim olur açtı. Yani aş talak kıyğanga biz kanda işinimiz ayarının özünü hazırlarlar mı talak kılıngandım degenge biz işinemeyiz. Belki eri talak kılmagan bolsun ki men talak kılattı dep turbagan bolsun ki. Ki akçanız görgendiken bunun işi bir taraf boğallıqını emas. Yoki ishga guvochi bo'lsa bo'ldi. Ashunanga. Bunda bo'lmagan ekan, endi bo'ldi. Ammo bir oy o'tib ekan, endi aqchangizni ag'ini. Nikahini o'qimda o'qimaymiz. Iddat toshmabdi deymiz. Iddat toshmabdi, bir oyda 3 odat toshmaydi. Aqalli salsam u toshmas. Aqalli 54 kun. Nima o'shaning foydasi bormi? Endi bir avval duch kelib qolgan chaqda ya bu iddatdan toshmabsan, yolg'on gap qilyapsa deb ko'chada to'xtab turgan. Summa azzama fi'lahunna. Demek haram buludu dedi. Onun için bu qilgan ishini ig'ir oldi dedi. Ig'ir jinoyat mi bu? Deb in kunna yu'minna billahi vel yawmil akhir. Allohga va oxiratga ishonadigan bo'lsa dedi. Lianna man amana billahi va bi'iqabihi la yajtari ala mislihi min al-azaim. Çünkü Allah ve oxiratga ishongan kishi manda ig'ir jinoyatga jur'at qilmaydi. Ve o'sha in kunna degan bu taqid emas. Bu munda bir xil qo'rqitishli iborat. Yo'shusan bo'lmaydi demakchi. Va bu'ulatuhunna al-bu'ul jam'u ba'l. Demak buning erlari degan ma'noda. Ba'l degan balki ayolga ishlatish mumkin, lekin ko'pincha holatda erga ishlatiladi. Va hada ba'li shaykha degandek. Bu bu'ul degan jam'u ba'l. Fahlun va fuhul degandek. Ammun va umum degandek. Va ta'u lahiqatun li ta'nith al-jam'. Endi bu yerda bu'ulatun deb ta'kid qildi buningda.
bu'ul deb to'xtatib oldi deydi. Nima uchun desa, ma ko'plik sigasini muannas sigasi holati keltirish uchun. Adat ko'plik ko'pincha muannas bo'ldimi? Alaq she'r va g'ol inna qawmi tajamma'u va biqatli tahaddathu la ubali bi jam'ihim kullu jam'in muannas. Kullu jam' muannas degan endi bir qoida bor arab tilida. Ama jam' muannas bo'lgan ekan, muannasga bir alomat qo'yib qo'ydi deb uni ta'na kelib qo'ydi deydi. Lekin bu ta'na kelib qo'yish nima unda? Bir qoida bilan menda kelib qo'yish emas, bu sima'ymiş. Arab tilida menda anglab kelgan. Bu menda ibora kelib qolsa bunga ta'kib akib qo'ygan. Ammun masalan umumatun deb akib qo'ydi masalan. Endi ahvol bor. Ahaqqu bi raddihinna, ya'ni ularni qaytarishga haqliq deydi. Bil ahaqqini unda haqliq dedi. Bakrak haqliq demadi. Bidatimizda shunday dedi. Ay azwajuhunna awla bi raj'atihinna, ya'ni ularning erlari qaytarishga eng haqliq. Va fihi dalilun ala anna at-talaq ar-raj'i la yuharrimul wat. Mush oyatda raj'i talaq jinsi munosabat o'tkazishni harom qilib o'tmaydiganligi dalil bor edi. Demak, qaytirib oladi degani qaytirishga nima bilan bo'ldi shu? Qaytirib akilib, billa olashda iborat. Yoki shu uyda iddat tutgan bo'lsa, maviga achirib ketishda iborat. Shunga bu iddatni odatda shu rajay bo'lgan holda erning uyida nima qilish bakrak emas. Haydu sammahu zawjan ba'da talaq mana. Va bu'ulatuhunna dedi. Talaq qilgan odamlar demadi. Erlari deganga hozirmi erikan bundan. Munosabat o'tkazib bo'ldi ekan degan mazmun chiqadi dedi. Yani biz ma haqqa deganni nima degan to'q? Shularmi haqliq degan unda musharaka degan gap yo'qmi? Chunki bu qaytirilishga ayollarda azroq va erlardan jiqroq va degan gap yo'q. Fi zalika fi muddati zalika tarabbus. Asho iddat tutgan chaqlarda ayni qaytirish haqliq dedi. Wal ma'na anna ar-rajula in arada ar-raj'ata wa abatha al-mar'a. Bu yerda mazmun nima desa, agar er kishi men qaytira olaman debdi. Ayol kishi zodi qaytmayman, ajrashgan deb turibdi. Vajaba ithar qawlihi ala qawliha mana. Biz erning gapini shuni tanlablam shuni hisob qilib ayolning gapi uni cho'ritimiz deydi. Va kana huwa ahaqqu minha. Er azar ayoldan haqiqroqdi. Ya'ni ma'masini uyan buyon qilishda azar er haqli. Nonki ayolning nisbati bekor deydi. La anna laha haqqan fi raja'. Demak bu ayolning bu qaytish masalasida haqqi bor deganni bildirmaydi. İkisi ixtiloflashib qolgan ekan, ma erning gapi hisob degan bo'ldi deydi. Haq shu erning qo'lida degan mazmun chiqdi deydi. In aradu islaha. Erlari ayollarni qaytirib akilishdan isloh qilishni maqsad qilgan bo'lsa. Demak, bu mu bir taqid emas. Isloh qilish niyatida emas, boshqa niyatda qaytirib oladi. Lekin bu yerda sen qaytirilishingda isloh qilishni ko'zlagan deb undayapti. Lima baynahum va baynahunna. Demak, islohni qanday qildi olsa, ularning ashar ayollar o'ttirdiki, nizoni isloh qilgan. Va ihsana ilayhinna, ya'ni ayollarga bo'pti, yaxshilik qilay. Uyda tulxutim bilan o'ttamison bu degandek. Ya bolalarim ham bunda arliqqanmison degandek. Va lam yuridu mudaratahunna. Ya'ni ayollarga ziyon urishni maqsad qilmagan bo'lsa deydi. Yani ziyan urishni maqsad qilmadimiz. Walahunna mitlullazi alayhinna. Qanday ziyanlik urdamas, ziyan urdamasdan qaytirilib qanday ziyan urdi? iddat to'shadi degan qaytiriladi. Masalan bu bir talaq qildi. Talaq qilgan ekan, taxminan 3 oy atrofida bu ayol amirdan chiqibdi buni. İddat to'ssa, bu ayol boshqa erga tegib o'zining hayotini olib ketaverdi. Bu boshqa erga teganmisan? Menda ajrashgan ekan, bu mishada necha oy, masalan 9 oy qadar masalan, uzun o'tirib qolsin bu, to'y qilolmay o'tdasin deb, buni to'y qilishni to'sash uchun. Shunda 3 qora masalan, 3 oydak vaqt chiqtay deb turgan g'achiz bu qaytiradi ekan. Yana ondan bizmidatdan g'achiz talaq qildi ekan. Yana 3 oy to'shadi, yana qaytiradi ekan. Yana talaq qildi ekan. Demek en ahırda baş bulamaydı. Zaten ajrashgan bo'ldi. Lekin vaqtni uzartib etgan bo'ldi. Vaqtni uzartib etganga ayol tigaydiganini tiganmay, ashuni bog'lanib qolgan. Mesela 9 oydagi arliqdan tutib, 15 kundan tutib 1 yil qadarında so'zutdi. Walahunna mitlullazi alayhinna. Ularga xuddi ularning ustida bo'lgandek ashunda narsa bor edi. Wa yajib lahunna min al-haqqi 'ala ar-rijal min al-mahr wa an-nafaqati wa husn al-'ishrati wa tark al-mudarati mithlu alladhi yajib lahum 'alayhinna min al-amr wa an-nahy bil ma'ruf bil wajh alladhi la yunkaru fi ash-shar'. Ularga xuddi ularning ustida qanday majburiyat bo'lgan bo'lsa, ularga bir turlik haq huquq bor edi.
Bu misl hazır bu nima? Vaciplikda mumasili bo'lmaydi. Lekin vacip bo'lgan narsaning jinsida mumasili yo'q. Vacib lahunna minal haqqi ala rijal. Yani ayollarga erlarning ustida manda haq huquqli bor. Masalan, to'yliq, nafaqa qilish, yaxshi muomala qilish, ziyon olmaslik degandek. Mislilladi yajib lahum. Xuddi erlarga ba huquq o'xshash deydi. Ayollarning ustidan bo'lgan huquq o'xshash. Masalan, buyurish, to'sash, ya'ni shariat tuniydigan holatda to'sash deydi. Va odatun nas, yana shu jamiyatdagi kishilarning urf-odati qabul qila oladigan doirada buyurib nima qilish bor deydi. Demak, shunda haqqi bor. Fala yukallafu ahadu az-zawjayni sahibahu ma laysa lahu. Unda o'g'indikan xotin bir-birini o'zining huquqi bo'lmagan narsaga chaqirib bunda qilish bo'lmaydi. Val murad bil mumasalatul vajibil vajib. Demak, bu yerda hozir o'xshish dedi-ku. Bu o'xshishdan maqsad hozir buning vojib bo'lsa, buning mahrili shaqqi bor degan gap emas. Ya'ni ayol hozir to'yli qilish shaqqi bordi. Erning u to'yli qilish shaqqi bor degan gap yo'q. Haq huquqda o'xshash deganligini bildirmaydi. Lekin shuning qarshiligida o'xshamaydigan boshqa bir haq bor degan. Demek vacibning muqobilida vacib bo'lish maqsad qilindi. Demek bir vacib bor, buning muqobilida yana bir vacib bor. Bu bir tarafdan bir vacib bo'lganligi o'xshab qolganligini bildirdi. Mumasalatul vajibil vajiba, to'g'ri. Xuddi bu maf'ulun bi dekanda, ya'ni bir fe'l mazmun chiqqan ekan, undan vacib maf'ulun bi dek bo'ldi. Demek bu yaxshi bir obdan bir ish deydi. Obdan bir haqning qarshiligida uningga yana bir obdan bir haq bor deydi. Bu jihatdan o'xshab qoldi. La fi jinsil fan. Lekin ishninki jinsida o'xshash emas. Yani o ayolning mahrili shaqqi bo'lsa, erning mahrili shaqqi yo'q. Uning nafaqa haqqi bo'lsa, uniki erning ayolning beqish unda haqqi yo'q. Demak, bunda jinsil fe'l emas, vacib qarta bir vacib. Ma'ni un haqqi bo'lib qolsa, qonunmu shuning qarshiligida boshqa turda un haqqi bor deydi. Lekin o'xshash unda haqqi emas. فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل نحو ذلك ولهن مثل الذي عليهن desa erlarning qanday huquqi bo'lsa ayollarning shunday huquqi bo'ldi degan bo'lmaydi deydi. Buni kiyimini yupasa, buni kiyimini yupirishing kerak deb turasa bo'lmaydi. Walakin yuqabiluhu bima yaliq bir-rijal. Lekin er kishiga qarta, er kishiga loyiq keladigan manda majburiyatlar kelib chiqadi. Masalan, nafiqasini yetkazib, sirtqa chiqib, ishlab, pul topib, akilish, masalan, uni qo'g'dash, ig'ir ishlar qilib berish degandek manda majburiyatlar kelib chiqadi deydi. Ayol mecburiyet hukuku yok, etizlik çıksa. Yani mesela dehqanın o'yda qo'yilgan sankalarga lap etib demoqchi bo'lsam, asas o'rib bulab bitirlar. Ayol aytdi, ya bola er kishi bilan aytibsan, yo'qcha aytibsan, ayolni baqadimsan, qo'lini. Ash o'rpash. Ash o'rpash. Bu etizlikni ishni qilishmi, zot qas bo'lmaydi degan gap yo'q. Shuna Zubayr ibn Awwam radhiyallohu anhu ayolimi Asma bint Abi Bakr. Beshiraqa qavmining urug'larini etizlikdan ko'tarib mana ketayotganda Rasululloh sahobalar bilan kelib, "Voy, men to'g'ri mingishi bilan, aqlni meni bilan" desa, "Ya, u Zubayr bek kundashga manta" deb o'zlari aytib nima qilgan. Mana shu etizlikqa necha kilometr mengib berib, shu urug'ni nima qilib, bog'da ishlab, undan keyin uyga olib ketibdi shuni. Demak, unday ishlar bor unda. Hamma jamiyat o'zining nimasi rioya qilish kerak. Şeriyeti yok. Şeriyatı vacip olmadı diye aklıma örgü falan durup. Ya örpü. Demek şeriatta mesela manda işlisi bulmaydı o bu degan gap yo'q. O'zaro muvofiq kelishib qildilar ishim. Jamiyat mamda anda kungan nima bo'lsa unga raqib qo'ymoqchi bo'ldi. Demak, shu o'rpiga raqibimiz nima bo'ldanda, shu xatinlik uyda o'tirganga. Natija shu. Ashi ziyanimda. Mesela bütün dehqonning ayollari ishlaydi ekan, bu xinim yo'q, men ishlamayman. Davomda Rasululloh qarg'inim, ya'ni yahlibu shatahu va yakhsifuna alahu deganni qilib, uyda shu bütün jingni ishlama, sen qilsizlar bu ko'p ish qilib, o'tasa, toliqini olganga. Xemeji qurib tursa, degan. Endi Rasululloh Fatima radhiyallohu anha, Ali radhiyallohu anha unda o'tirib belgilab beribdi ekan. İkisini kelishtirib qo'yibdi ekan. Uyning ichidagi ishni qizim sen qilsa, uyning sirtidagi ishni ama ko'g'lim Ali qiladi deb ikkisini da taqsim qilib beribdi degan bir rivoyat bor. Demak, bu ham o'zaro muvofiq hal qilsa bo'ladigan ishlar. Bunisi bu aqidulloh istigan, u mening vojib, mas'ul majburiyatdan deb undaliqa xuddi bir kiralagan, ya'ni uyini sirlashga, uy yasashga yollagan ishchiga muomala qilgan unda ish emas. Bu sevgi, muhabbat bilan, fidokorlik bilan ondan bu hayot bunda ma'nodan gap. Unda muomalaning majburiyatim yo'q, maash kelganda yo'q.
Ben kılmam. Bana sünnet ya bana bunda kılar dese ya. Sen mecburiyetten de kılsa kulağından teki bak kılıyordun gibi. Velir ricali aleyhinne derece. Gene erlerinin ayarlar üstü bir derece artık hukuku var dedi. Ziyadetun fil hak. Demek hukukta kişi anda birge udullaşılgan, manın 10 hukuku var, manın 10 hukuku var. Peki onun türleri okşaşmaydı. Hemmisi özgü layık hukuku var. Hem de erlerinin ayarların üstü artık bir derece hukuku var dedi. Ve fadile, yani artık fazileti var. Nime üçüncüse bil qiyam bi emriha. Çünkü ayarlarını havalip bakırgadan şu. Ve in iştereke filleden ula cinsi münasebet başkanı buldu, huzuralarının tenkösü mü? Haval aldığın, bakırgan kişi, huğdaydıgan kişi erboğan iken bunun bir xil reislik ornu var bunun deydi. Ya ki derecesi bil infaq ve milkin nikah. Pul xecgellik cahatın الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم degan ekan. Pul xeclergadanın el-yed el-ulya hayrun min el-yed el-sufla oldu. Ulya oldu. Yana milkin nikah var. Nikahını mesela talak bilan bir taraf kılıydıgan. Bunda hukuk var. Ayollar talak kılanında kılanmaydı. Her talak kılar. Nefriqler boykot nefqatlar şu boykot bulgan yapes bunlar usul kesin. Bu ayol kişi bakırgan bolsa urunulmuş kalır. Ermi gibi ötmeydigan bulap kaldı. İki yani şunu olanlar mı? Sözler çıkıp gitmedi. Yani o talak yani şu ermin kolu buldan. Erninki nimese boşap gidiyor. Anda vakti ayol kişi tarafı olaydı bu müstüzem böyle. Sözümlerde talep kısmı beğenmesi beğenmeydi. Çünkü ayolun nefkısını verenmegenden mecbur kaldı ermin. Yani nefika verenmegen ahvalda. O çağda ya talakını alamdı ya kazap durup öyle uykulaştıramdı. O çağda ıhtılap. Vallahu aziz. Onun itiraz bildiği gülenmeydi. Hiç kandaş şeyde. Hakimun la ya'muru illa bima huwa savabun ve hasanun. Hakim degan akıbetini oylab, puxta ish qiladi. To'g'ri bir taraf qiladi deydi. Demak, mana shu jumla vallahu azizun hakim degani bir xil tarhib va targ'ibni o'z ichiga oladi. Demak, mana shu Alloh taolo belgilagan mana shu hukmga rioya qilinglar degan. Hakim degan. Aziz degani bundan qarshilik bildirgan ishchataq, agar qarshi chiqib qolsanglar degan. At-talaqu marratan. Talaq ikki qatim bo'ladi. Ikki qatimdor deydi. At-talaqu bi ma'na at-tatliq. Talaq degan mishada talaq qilish degan ma'noda. Talaq qilish degan ikki qatim bo'ladi. Kassalam bi ma'na at-taslim. Ay at-tatliq ash-shar'i tatbiqatun ba'da tatliqa. Shar'iy talaq degan, shariat yani ko'rsatmagan, bekitmagan talaq degan. Bir talaq qilsa, undan keyin endi yana bir talaq qilsa bunda bo'ladi. Ala tafriq yani ayrim ha. Juplama, ikki talaq dablamada demaysa deydi. Talaq deb, yani keyin yana bir talaq deb bunda bo'ldi. Dunal jam'i vel irsal difatan vahid. Demak, ikkisini jamlablam, ikkisini birlik qo'yib qo'ymaysa, biroqla o'zidan chiqarib o'tmaysa, ayrim qilsa deganni bildirdi. Walam yurid bil marratayn at-tathniya. Bu ikki qatim degandan biroqla ikki talaq deyishni maqsad qilmagan deydi. Ayrim deyishni maqsad qilgan. Ya'ni takrorlab deyishni maqsad qildi. Hozir bir lafz bilan sen ikki talaq ya üç talaq degandek deydi-ku. Bunda maqsad emas bu. Talaq desa, undan keyin ya shu so'rinda ya boshqa so'rin ya nechadan keyin yana bir talaq desa, undan keyin bir talaq desa, manda bo'ldi deydi. Bu bir lafzdan keyin üç talaq qilib bir lafz hisob qilgan degan bir lafz bo'ldi demak bu. Shunga hozir mushu masalada, mush oyatning lafzi shunda bo'lg'achqa ixtilof bor. Bir lafz bilan üç talaq desa, bu üç talaq tushamdi desa jumhur üç talaq tushadi. Yana bir grup olimlar Ibn Taymiya masalan, Shavkani degandek olimlar bir talaq tushadi deydi. Yani bir grup zahiriylar bir talaq tushmaydi. Bunda üç talaq deyish yo'q. Buni e'tirof qilmaymiz, nolga tang deydi. Masalan, man talaq desa shu uchga jumhurning qarshisi 3 hisob, qolgan 997si bu istiza bi ayatillah. Va la tattakhidu ayatillah huzwa. Walakin at-takrira. Demak, bu yerda qayt takrorlash maqsad qilingan deydi. 2 talaq, 3 talaq demay, qaytini qilish. Masalan, xuddi 33 qatim subhanallah deyish desak, 30 qatim subhanallah deb qo'ysak 32 hisoblamda ziyoq. Demak, subhanallah 30 ni bir-birlab og'zimizdan ayrim chiqarsak, ana bu 30 qatim subhanallah degan bo'ldi. Lekin nimada ayollardan biri o'yib qo'ygan bir tasbihda subhanallohi adada xalqi va rida nafsi va zinata arshihi va midad kalimati deb. Ana shunga o'xshab qoladi.
Xuddi masalan, bu oyatda degandek suratning summarjal basara karratayni. Ish karratayn degan bir qatimda qara. Undan keyin yana bir qara degan bo'ldi. Ay karra ba'da karra la karratayn isnatayn. Ish qatim nima ish? Endi la karratayn isnatayn degan nimani bildirdi? Ikkisining farqi bor. Karra ba'da karra bilan la karratayn isnatayning farqi nima? Farqini o'rganmay qoldim. Shu karratayn isnatayn deganmi shunda bo'lish kerak edi. Hali men ikki qatim qarash dedi. Nima keyingi la karratayn isnatayn degan buni degan bo'ldi. Shunga o'xshash bo'lar bu. Demak endi bu oyatdan xuddi sen ikki o'sh degandek bunda so'zni ishlatib nima qilsang, ma'no tushmaydi. Ayrim alayda bunda talaq qilishing kerak degan mazmun chiqdi. وهو دليل لنا في أن الجمع بين الطلقتين والثلاثة بدعة في طهر واحد. Bu bizga dalil deydi. Bu xilafan Şafi'ye. Bu ko'pincha Şafi mazhabga taqashi ma'nomas ma'ytud. Baydaviy shunda bo'lgan ekan. O Şafi mazhabi bo'lgan ekan, shu Şafi mazhab bilan tutishish ma'noda. Boshqa Malik, Imom Ahmadning o'zlari pek yo'q buni. Demak, dalillar deganiga Imom Şafi boshqa qaraydi ekan degan mazmun bor. Bizning qarshimizda ikki talaqni, uch talaqni pomlablam, ikki talaq desa, bir qatimliq ay to'g'ri altida ikki talaq qilib o'tish, uch talaq qilib o'tish şeklinde bu bid'at deganini bildirdi. Bu mazhab buni haqiqiy sunnatni tutmaydigan mazhab ekan. Qarshi. Yani zayıflıksa o'xshab qolgan bo'lsa bid'at bo'lgan hech qanday e'tibor qilmaydi. Ya bid'at desam bu e'tibor qilish masalasi va bu hisob qilish gunoh olash masalasi. Unda Hanafiy o'qiydi. Ya. Bir joyda ikki uch talaqsa bir talaq bo'ldi zamonida. Ya. Bid'at bo'ldi. Sen shunday xiloflik qilding. Bu hisob bilan momda esa bu boshqa. Hanafiyning 3 hisob bilan da. Hanafiyning 3 hisob bo'ldi. Hisob bo'ldi jumhur. To'tli mazhab shunda. Lianna Alloh taala amarana bit-tafriq. Çünkü Alloh taala bizni ayrim qilishga buyurgan. Demak, mana hozir Alloh ko'rsatgan yo'ldan boshqacha qilding hozir sen. Çünkü bid'at oldu bu. Liannahu wa in kana zahirul khabaru fa ma'nahu al-amr. Çünkü o'sha oyatda at-talaq marratan degani xabar shaklida ko'ransinmi? Buning ma'nosi sen talaq qilganda ayrim qil degan ma'nodagi buyruqdan iborat. Va illa yuaddi ilal khalafi fi xabarillohi taala. Agar xabar deb qo'ysak, chataq chiqadi deydi. Alloh taolaning xabari yolg'on bo'lib qolgan bu. Masalan, 3 talaq, 2 talaq deydiganlar bormi yo'qmi? Demak, talaq mushada ayrim bo'lmay pomlashib qoldi hozir. Demak, bunda ahvol bor. Agar xabar deb qolsak, unda ahvol yo'q. Ayrim bo'ladi talaq degan odatda o'sha kishilarning orasida jamiyatda bunda bo'ldi deganlikda. Nahotki bu kishilar pomlab qilgan ahvol bo'lgan ekan, Alloh taolaning xabari yolg'on bo'lib qoldi. Lekin biz deymiz, bu xabar shaklida kelgan bilan buyruq mazmunini olgan. Ya'ni siz talaq qilsanglar, ayrim qilishingiz kerak degan mazmun bor. Chunki mana lianna talaq ala vajhil jami' qad yuja jamiyatda bog'i pomlab qilish. Wa qila qalat ansariyya. Endi bunda bir rivoyat keldi. Bir ansari ayol, mening yo'ldoshim sen talaq qilaverma, qaytirib akiraverma, yani talaq berayman, qaytirib bunda qilaverma debdi. Demak, bu bir xil o'yin o'ynab endi, yoki ashuni endi muallaq qilib qo'yib, azoblayma demoqchi ekanda. Shunlar endi at-talaq marratan deb siz cheksiz unda talaq qilish haqqingiz yo'q. Qaytira oladigan talaqingiz 2. 2dan keyin qaytira olasiz 3-chi qatimdan keyin unda murojaat deyolmaysiz deb qaytirish va talaq qilish chekini shu yerdan uzatdi dedi. Liannahu la raj'ata ba'da salas mana. Chunki 3-chi qatimdan keyin qaytirish yo'q dedi. Fa imsakum bi ma'ruf. Ikki talaq qilib bo'lgandan keyin ondan ya chiroyliqcha aplashib uy tutasiz, amringizni tutish kerak dedi. Bi ma'ruf degan bir raja dedi. Qaytirilan, shariat ko'rsatgan bo'yicha shunda qaytirib qilib tutish kerak. Fa imsakdan fa fidyatun degandek, fal vajib imsakdan. Vel ma'na fal vacib alaykum imsakum bi ma'ruf. Demak, mishal vacib degan so'z bor. Sizlar qaytirib chiroyliq amronni tutishingiz vacib. Yoki unda qilishni xohlamasanlar, chiroyliqcha qo'yisizlar. Bi alla yuraji'aha hatta tabina bil adda. Chiroyliq qo'yisizgan qanda, baka unda avar qilib, nima qilib jumay. Jim qo'yib qo'ysa, talaq bo'lgandan keyin iddat tugagandan lam takkida yat ayolga aylandi, bu ish tugadi. وقيل بأن يطلق الثالثة في الطهر الثالث. تحسرح بأحسن جن خد طلاق سني ده مثلا. هنا من السنة من ده طلاق ليش بيرلغان ده. حضرت ابن عمر جا بيران ده مثلا. طلاق ده قيترول ده. يعني طلاق ده قيترول ده.
Üçüncü qatım yana. Her üç talaqni jima qilmagan to'g'ri oldida ayrim ikki qatim qaytarilib, üçüncü qatım bunda talaq qilib o'tgandek. Bunda mı tafsir kılınıptı? وَنَزَلَ فِي جَمِيلَةٍ وَزَوْجِهَا ثَابِتْ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ وَكَانَتْ تُبْغِضُهُ. Yani bu Thabit ibn Qays degan bu yo'ldashini o'ch ko'rdikan bu yer. Lekin bu yaxshi ko'rdikan. Bu intayinimdi, chataq ahvolim. Er yaxshi ko'rdi, u er yaxshi ko'rmaydi. Bu Rasulullohning xatibi ekan bu, Rasulullohning so'zchisi ekan bu, bayonotchisi ekan. Wa qad a'taha hadiqatan faqtalat minhu biha. Uni bir bog'ni to'yliqqa beribdi ekan. Shu bog'ni qaytirib berib, uni ajrishyapti. Xul shaklda ajrishyapti. Wa huwa awwal qul'in kana fil islam. Musho islomiyat kelgandan keyin birinchi dastlab qilib bo'lgan qul shu ekan. Qul degan shu ayol olgan to'yliqni qaytirib berish orqali, ya shuning bir qismini qaytirib berish orqali erdan talaqini olgan. Ya'ni men talaq qilyapsizlarmi, ajrishdim desa, sen ishak pul qaylab oldim. Desa, mana olgan mush to'yliqni oltin bilazikni hammani mana aslarni talaqini versizlar desa, uni qaytirib olib, hozir jamiyat shunda, qatın versizlar talaq qilib unmaydi. Unmagan ekan, ondan shu to'yliq zinnat hamma narsani tatib olib, ondan talaq qildi. Bu bir xil xulamdi. Tada shu qul tariqasida ajrashtirgan bu. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَيُّهَا الْأَزْوَاجِ Erler sizlerge halal bulmaydı dedi. Yaken de yeni bir tefsir hukam. Hakimler sizlerge halal bulmaydı. لِأَنَّهُمْ الْآمِرُونَ بِالْأَخْذِ وَالْإِيْتَاءِ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ. Yani bunu dava kılınıp bağlı vaxtıda bu bir taraf kıldıqallar mı şu hükkamlikte, soççı, hakimlikte. Daha silah onda kısanlı bulmaydı dedi. Yani silah onda bir narsa ilavasanlı bulmaydı demek için. Lakin bir yerde ezvajga kılınan hitap buluş ihtimali güçlü. Ama mimme ateytumuhunna degandeken siz bergen to'yliqdan u to'yliqni qaytarasanlar bo'lmaydi dedi. Faqatla bundan keyin birga yashamaymiz deb umid uzilgan chaqda qo'yib o'tish uchun unda osonlik bo'ldi dedi. Demak, hokimlar degan taqdirda bular mani bergan, mani og'in deb buyurilganlar, hukm qilganlar shu o'g'anlik uchun a'lo xitob qildi dedi. Fakannamul akhiduna wal mu'tun. Xuddi bular shu to'yliqni berganlar mushildek, uni qaytirib oldiganlar mushilga o'xshash bunda ishlatdi dedi. Anta aqudu mimma ataytumuna shay'an. Sizlar ularga bergan narsadan bir narsani, shay'an degan azgina bir narsani degan. Bu bir xilalikqa yomon ko'z tutishun kelgan. Kichikkin bir narsani qaytirib olishmamda yaxshi emas ekan. Mimma ataytumuna minal muhur shay'an nushada lit-taqlil illa yakhafa alla yuqima hududallah. Faqat lamanda bu ishkaylan Allohning belgilgan chek-cheklisi bo'yicha rioya qilib, joyida kechirilmaymiz deb bilsa, ensirsa, bunda o'ylasa, illa ya'lamaz zawjan tarka iqomat hududillah fima yalzamuhuma min mawajibiz zawjiyya. Mana har xotinlik majburiyatlardan o'z ustiga tushgan narsada Allohning belgilgan chek-cheklisini to'liq joriy qildirib, ijro qilinmaydiganligidan ensirgan taqdirda ijro qilinmaymiz deb bilsa, lima yahduthu min nushuzil mar'a wa su'u khuluqa. Ayol kishi gap anglamaydigan ayol ekan. Buyruqqa bo'ysunmaydigan, boyan tavliq qildigan bunda usal ayol ekan. Usal bo'lgan ekan, buniki zot uy tutib bunda ma'maymiz deb ashundan ensirayotgan. Bu chaqda qanday qildi? Bu hozir chataq ayol kishidan bo'lgan ekan, men bakar ishak pulni sarf qilib, seni oldim. Hozir talaqimni olsam, sen talaqimni olsam, shu qilgan pullarim bakargadan ikkinchi qatim to'y qilasan, pul yo'qmi deb o'tiramda. Deb agram soat to'y qilgan pulni deb ilovish masalasi. Hozir shunda to'y qilishning chiqim intayin ig'ir. Hatto ba'zi masalan Urumchida keldi, ba'zi erlar pek tas olgandan keyin xili ishlab ketsa chidab turdi o'sha. Ikkinchi qatim men to'y qilishim tas deb nurg'un ahvolga ko'z yumdi bechoramni. Her taraf qilsa bo'lmaydi, ayol yuzi to'g'ridan chiqarib berish kerak deyotgan bu. Her taraf qilsin bo'ldim. Yo'q, mehridan chiqarib qilsin, shu bergan mehridan emas. Shu bergan mehrini qaytarib oldi hozir. Unda ortiq qasi bo'lmaydi. Taraf qilsa bo'lmaydi, taraf qilsa bo'lmaydi. Ortiq taraf qilsa bo'lmaydi. Agar ayolni zot bayqot olgan bo'lsa, o'zidan ayirib. Agar ortiq taraf qilsam, bu balki sulh ma'nosi kechirishi mumkin. Qo'li daridan chiqib. Lekin unda yashagandan tag'in bir o'tgan. Bu majbur hamda unda yashagan yo'q. Demek müşahede, bunda ahval bulmasa onu qaytirib asana ololmaydi dedi. Faqat zaten mümkinçilik yok olup ketdi. Bu ayollar usallık ketken ekan, shunda ahvaldan asana bo'ldi. Fi maftadat beyman. Fidakarlik qilib bunda, oy bunda tulay deb, bedel tulay deb qalsa mayli. Fi maftadat bi nafsa. Demek pul tilab o'zining talaqini olgan mol-mulkda dedi. Vaqtalat bihi min badli
ma'utiyat minal mahr. Demek ağın toyluğundan bir kısmını tezlep özüne erkin alıp keltirişi ibaret. İlla yuhafa Hamza. Hamza şada illa yuhafa deb qiraat qildi deydi. Bu ikinci qiraat ekan. Alal bina lil maf'ul mana. Mabni al majhul ha. Yani bu Hamza bilan Yaqub shunda qiraat qilgan. Hamza va Yaqub ikkisi ham shunda qiraat qildi. Hem yuhafa o'zim bo'ldi. Fa'il kim bo'ldi? Fa'il mahzuf. U bo'lsa hukam val a'imma. Yani ikki tarafning salatchisi. Tabii asıl hakemin ahliydi o ve ikisi deganda yoki ashunda usul yarashtirib qo'ygan odam bilan qozi so'tchilarmiz. Bular endi ensirab qolsa, ikkalam bo'lishamaydigan zot, bular o'yitsanmaydigan bo'ldi deb qolsa, menda masalan qismaylar. Va ibdal alla yuqima min alif ad-damir. Alla yuqima degan ashu musannadagi damirlik alif bo'lgan damirdan badal deydi. Ya'ni qonundan yaxafa degan. İlla yakhafa nima alla yuqima degan o'zi shu. Yani shuning demak buni ensiravatgan narsaning ichida nima bir qismi nima alla yuqima hududalloh. Badal istimal dedi shu. Nahu khifa Zaydun tarkahu iqamata hududillah. Zaydning Allohning chekcherisini joyida ijro qilmay qilishidan ensirilib qoldi degandek. Demak bu yerda tarkuhu degani o'shada bu badalga o'xshash. Ha, khifa tarkuhu deganda kimda? Khifa Zayd degan khifa tarkuhu degan. Demak boshqa narsadan ensirmadi hozir. Zayd munosabati bu ensirash nada? Fi tarki iqamati hududillah. Ashi bir narsadan. Hududullah amrullohmi halol harom. Ha, shunda sizgan. Mishada olib ketmanglar, ya men oyog'im o'tib ketmanglar degan belgilangan hududlar. O'shan ma'nosan aytishsa, shu tarkuhni iqomatiga oldingidan badal demoqchi banda. Demak, ma'an badal istimalda, am badal istimal deydi. U desa, u keyindan badal qilgan. Ha, shu badal degan keyin keldi shu. Boshida bir narsa bo'lgan ekan, uni badal qildi. Xuddi masalan, ra'aytu Zaydan wajhahu degandek. Alla yuqima degan shu ay yakhafa degandiki musanna damirdan badal deydi. Demak, bu yerda ensirash dedi. Lekin ensirashning cheki yo'q, manda ensirash emas. Bu yerda ensirash nima? Alla yuqima hududalloh. Demek bu şu Allah'ın belgilgen çekçirisine hukukunu icra kılıştın ensiraş. Şunun da mı gepti? Tilke hududullah. Bu mana Allah belgilgen çekçigiri doğru. Ey ma hudda minen nikahi vel yemin vel ila vel talak vel khır. Tilke diyadır. Netçe ayet ilgili kadar mı şu? Hem bir şey ki. Yani nikah meselesi, kasem meselesi, ila, onunki talak, kola, şunun hemmisi aşular yamalı ki. Onundan başka nur hükmü vardı ki. Bu Allah belgilgen çekçigiri doğru. Şuna Allah belgilgen çekçigiri boğaçka. Sizler onu tecavüz kılmanlar, onu tecavüz kılman, onu da alıp ketmanlar dedi. Xilaflık kılış arıqlıq tecavüz kılmanlar. Ve ma yeta'adda hududallahi fe ulaike humuz zalimun. Kimiki Allah belgilgen çekçileri tecavüz kılıdiken, en şular zalimlardır dedi. Bu zalimler qanday qildi? Şu özgülam ziyan urdu. Ve ma zalamahumullah velakin kanu anfusahum yazlimun. Fe in tallaqaha. Hem de bu iki talak bulab buldu ama. Yani üçüncü katımda fe in tallaqaha بعد المرتين طلق مرة ثالثة بعد المرتين demekçi. فإن قلت الخلع طلاق عندنا. Hem de manda bir itiraz qilishi mumkin. Bu xula deganmi bizning nazarimizda talaq hisoblanadi. Yani xula degan talaq hisoblanadi, fas xulamda buningda olimlar o'rtasida ixtilof bor. Agar talaq deb hisoblansa, üç normaning birisi bo'ldi bu. Bir norma ko'rgan bo'ldi. Xula fasx deb qolsa, u norma ko'rgan asli bu nikahni amaldan qoldirgan bo'ldi. Yani talaq ishi bo'lmadi bu yerda. Lekin bu nikahni biz chuvatdik. Bo'lmaganda qilyaptik, yandiryaptik deganda. Shu o'tishmay talaq deganlarimiz bilan bo'lgan. Yo'q, xula degan narsani talaq demdik demamdi. Bu xula hozir talaq bilan kelmadi-ku. Xalatuki deb keldi bu. Ha? Xalatuki deb keldi. Demak bu talaq hisoblanadi, bu mando degan, bu talash tartish bor. Fiqhi talash tartish. Wa kaza anda Shafi'i rahimahulloh fi qawl. Mana Imom Shafi'da nashqil qarash var ekan, bir so'zda bu talaq debdi. Ya'ni bir so'zda fasq degan bo'lishi mumkin. Fakanna hadi tatbiqatun rabi'a. Undan ekan bu xuddi 4-chi talaq bo'lib qolmamdi agar talaq desak xulani 3 talaq bo'lib bo'lgan. 3 talaq bo'lib xula bilan 3 talaq bo'lib qoldi. Endi fayn talaqa degan bu 4-chi talaq bo'lib qolmamdi. Bosh 2 talaq bo'lgan, keyin xula keldi. Endi fayn talaqa deb 4-chi talaq kelgan bo'lmamdi dedi. Qultu, yani bu çağda bu etirazına manda cevap qaytarma. Al-khulu talaqun bi badal. Khulu degan bedel elib turib talaq qilishdan iborat. Fayakunu talqatan salisa. Bunda olgan bu shu 3-chi talaq degan bo'ldi. Va hadi bayanun litil. Ma fain talaqa deganmi? 3-chi talaqning hozir bunda bayoni. Bedel bilanmi bo'ldi, bedelsizmi bunda talaq qilish bo'ldi deb tafsiloti demoqchi.
Ay fa in talaqa tazi bi badalin fa hukmu tahlil kaza. Yani 3-chi qatim qisni badal bilan pul elib turib talaq qilsa, qanda chaqda bu halol bo'lib qaytadi deganning hukmi bu dedi. Demak, bu yerda shu 3-chi talaq qo'l bilan qilishdan iborat deb turib ekanmiz. Fala tahillu lahu min ba'du. Bundan keyin uning halol bo'lmaydi, ya'ni 3-chi talaqdan keyin. Hatta tankaha zawjan g'ayra. Taki u ayol boshqa bir erga tegib, bu erga tekkandan keyin tasodifan bo'lib chiqishamay, talaq qilinib ketgani bu erdan ajrasa, ondan bu ikkilan bir-biriga uy tutayli desa, u chaqda bo'ldi dengi. Qul'ayda ayol kishining yenilish huquqi borda. Yenilish huquqi bo'lmasligi chunki qo'lda qilsa o er shuni holatiga deyildi emasmi? Bu talaq ishini turib qo'ygandek bo'ldi. Hatta tankah zawjan g'ayra hatta tatazawwaja g'ayrahu mana. Bu ayol shu erdan boshqa bir erga tekkanga qadar va nikahu yusnadu ila al-mar'a mana. Nikah mishada nikah ishi ayolga isnad qilindi. Demak bu nikahni kim qildi ekan? Ayol qiladi dedi. Kama yusnadu ila rajul. Erga isnad qilganda er nikah qiladi degandek ayol nikah qildi dedi. Unda bo'lganda ekan bu bizga dalil bor. Yani bir mazhabga أن النكاح ينعقد بعبارتها. ayollar nikah ishini bitiradi. Talaq emas deydigan qo'l, qaytirish deydigan. Qaytirish bo'lgandan beri talaq deganiz bo'lmagandan ayol qaytirish huquqi bor. Yo'q, buni o talaq emas buzitish desa, sotchi, qozi xonim buni fasq amaldan qoldiradi. Bu sotchining hukmini ayol keyin yenivasi hukmini qaytirib olamda, bekor qilolmaydi. Şu Resulullah'ın aldığı davalaş bağım bular. Resulullah ona bunda da bir taraf kıygan. Adının şu kulağına şu sot mahkemesi bir taraf buldu. Ve nikahu müşadan da ayol kişi nikah kıygan kadar yani başka erge tekkengi kadar nikahlangan kadar dedi o. Ayol kişi nikahını kılıyor. Erge kişi nikahını kıygan buldu. Onda o diken ayol kişi öz ağzıyla razılığını bildirip nikah işini tamamlayırdıgan bunda bir mezmun çıktı. Bu bizden mezbimizge delil deydi. Bir to'y ayolning hukmida da to'y qilmagan qizlar buni. Ya şu bir to'y qilib bo'lsin, ya qiz bo'lsin, Shafiy mazhabda ayollarning iboratidan to'y olmaydi dedi. Nikah bo'lmaydi. Valining so'zi bilan bo'ldi dedi. Bundan keyin ma dalil hozir bizga nima qiladi? Zar bu Hanifi mazhab shunida hatta tankazan g'ayra an yankahna azwajahunna degan ashunda Qur'ondagi iboralarni dalil qilgandi. Wal isabatu shuritat bi hadisil Usayla. Endi jinsiy munosabat qilib, ana bilan munosabat o'tkazish shart degan gap bor. Bu nereden kelgan? Yani adır başka bir ay tekse, kim tekke er bilan zat jinsiy munosabat o'tkazish shart. Bu nereden keldi shartdan gap? Hadisil Usayladan keldi. La hatta taduqi usaylatahu ve yaduqa usaylatik dedi. Hadisi bilan andın jinsiy munosabat o'tkazish shart degan gap chiqdi. Ammo nikah qiliblar, qancha bir tarafdan nikah qilib shu shay o'tiriblar talaq degizib manda nima qilsa, bu anaqa tahlil. Xuddi shu ayolni ilgariki eriga halol qilib berish uchun tahlil qilib o'yin o'ynagandan iboratim. Lanallohul muhallil vel muhallal lah. Maga shu tahlil niyati yo'q ekan buning. Normalamda abadiy to'y qilib bunda yashaymiz deb qilib ma'lum bir jidal chiqib shu yerda qancha qabla duxul talaq qilib tutdi deylar. Bu chaqda o'xshashmi? Ma desam lafzga asosan bunda bo'lish kerak ekan. Yani u talaq qilayotgan bilan bu yana hisoblanib boshqa bir ayt gap, boshqa bir bilan bir bo'lib o'tish kerak. Verdiler, bildi bombaysa deb turib shart qilgan ekan. Nikah o'qilganda 3 kundan keyin talaqini versalar. Shart batil. Kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil. U odamning talaq qilmayman deb turib bunda nima qilish haqqi bor. Demak bu usul fiqhda shu g'oya qildigan la hatta taduqi degan. G'oya usul fiqhda shu zodi chek-chegara hisob bo'lamdi, bo'lmamdi deganga asosan bunda shart qilindi dedi. Jinsiy munosabat o'tkazgan bo'lish kerak. Val fiqhu fihi annahu lamma aqdama. Biyadiki bu jinsiy mazmunni tushunib baqaylik dedi. Qanday tushunamiz buni? Ya'ni o'saydan shart qilishni qanday tushunamiz? Annahu lamma aqdama ala firaqin lam yubqil an-nadam mukhallisan. Bu hamda pushman qilsa, bunda bir yeni vaqtdek bir yo'l qo'yib qo'ymadi dedi. Andın ayağından ayrılışqa qadam qo'ydi. Yeni olishqa hech qanday yo'l qo'yib qo'ymaylam ayrıldı bu. Bunda olan ekan, u ayol faqatlam boshqa bir erkakning qo'lida turib, jinsiy munosabat o'tkazgandan keyin andın unga halol bo'ldigan bunda bekitildi dedi. Nima uchun? Liyamtani'a an irtikabihi. Ikkinchi qatam talaqda bunda talaq qilib, bunda ishni to'liq qilmaslik uchun.
talaq qilgan odamlar emas, masalan, o'sha hamma o'sha Rasulullohning ummatiga bergan ogohlantirish, manda agar bor chiqib talaq qilaversan, xotning yangi chiqib men bir yerga tegmay turib, sen qilmaysan deb qo'rqitib. Demak, o'sha jazodir, shunda qildigan odamlarga beshi keldigan jazo deydi. Bu bunda nimasini tahlil qilib qo'yibdi. Fa in tallaqaha, demak, ikkinchi bir erga tegdi. Navadan bu kelishmay, bu talaq qoldi. Bu talaq hali jinsiy munosabatdan keyin qilgan talaq. Jinsiy munosabatni ilgari qilsa, hisob turoldi. Fala junah alayhima. Bu chaqda ma ayol bilan ilgirki ervog'i dastlab qilib 3 talaq qilib o'tgan ayol. Bu ishkaylanga bu chaqda gunoh yo'q. Bu chaqda aplashsa, qaytadan o'tishsa gunoh yo'q deydi. Ayyataraja, yani asla bir-biriga yenishib, o'tishi gunoh yo'q. Ayyarja kullu wahid minhu ila sahibi bizzavat, yani qayta to'y qilishsa bo'ladi. In zanna yuqima hududallah, amda hammaylan bir achchiq savoqni beshimizda o'tkazdik, adam bo'ldik. Bunimiz xususida amda obdan bo'lib ketamiz. Men burun qadrga yetmayotganman deb andin bundan obdan o'y tuta olamiz deb o'ylasa deydi. Bu chaqda to'y qilsa bo'ldi. In kana fi dhanna annama yuqimani huquq az-zawjiyya wa lam yaqul in alima. Ana o'sha in dhanna degani alay degan so'z mı? Dhanna degan unda o'ylasa degan. İniq bilsadim. Annahuma yuqiman. Demak, biz Allohning belgilagan chek-chegarasiga rioya qilib, mush o'yni o'qib ketalaymiz deb bilsadimida o'ylasa dedi. Lianna lakin mag'ibun anhu. Chunki ular keskin bilmaydi, balki chiqishamaslik mumkin. Alloh aniq biladi, ular aniq bilmaydi. Bunda o'ylab boqdi. Faraz qilib boqdi. Va tilka hududulloh yubayyinuha. Ana shu Allohning belgilagan chek-chegaralari, uni ashunda bilib amal qilgan kishilarga bayon qilib berdi. Va bin nuni al-mufaddalu nubayyinu hada va jama bilan bunda qiraat mufaddal, mufaddal degan bu qari shunda o'qibdi. Liqawmin ya'lamun degani yafhamuna ma buyyina lahum, yoki ma bayyana Allohu lahum. Alloh taolo bayon qilib bergan shu ahkamlarni tushunadigan, biladigan qavmlar uchun shunda bayon qilib beramiz. Qari bo'lsa, ya'ni va bin nun qaraa al-mufaddalu, va bin nunin mufaddal degan bo'lsa. O nun mufaddal, g'ayr mufaddal bo'lmaydi. Shu mufaddal degan qari nunla o'qidi. Va bin nun hamza degandek. Va idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna. Ayollarni talaq qilganinglarda ular iddatini to'shqizay deb qolsa dedi. Demak, axir iddatihinna. Demak, bu yerda to'shqizasa degan gap bor. To'shqizay deb qolgan chaqda, iddatining oxiriga berib qolgan chaqda va shuning oxiriga shunda ko'z ko'rinib turgan chaqda dedi. Sharaf degan bunda ko'z ko'randi degan bo'ldi. Val ajalu yaqa alal muddati kulliha va ala akhiraha. Ajal degan mana uning vaqti, muddati, bekitgan vaqt degan muddatning hammasiga tushdi, oxiriga tushdi. Shunda ishlatilish bor. Yuqal ya umrul inson ajalun. Mesela insanın umriga ajal deymiz. Shu o'lim bilan oxirlashiga insonning ajali. Shuni o'lim uchun mu ajal deymiz. Shunda. Fa amsikunna bi ma'rufin aw sarrihunna bi ma'ruf. Iddat toshay deb qolgan chaqda qanday qilamiz? Ya talaq qilib atmay, ching tutamiz. Chiroyliqcha. Yoki chiroyliqcha qo'yib beramiz. Fa iman yuraji'aha min g'ayri talab dararin bil muraja'a. Demak, qaytarilishda ziyon urishni maqsad qilmagan holatda qancha qaytaruvasi bo'ldi. Va imman yukhalliha, yoki qo'yib bersin. Hatta tanqadi addati. Ya'ni uni iddat to'shqichi karimay qo'yib qo'ysa, bu chaqda ziyonsiz bilan u to'liq ajrab ketgan bo'ladi. Va la tumsikunna dirara. Maf'ulun lahu degani xuddi maf'ulun li ajliha. Va la tumsikunna li idrarihinna demak. Min ajli idrarihinna deganda. Ziyon urush uchun uni qat'iyan qaytarib, ya'ni bunda qilmanglar. Yoki halun, ya'ni siz ziyon uyg'on holatda tutmanglar. وكان رجل يطلق المرأة ويتركها حتى يقرب انقضاء عدتها ثم يراجعها لا عن حاجة. demak, o'y tutqisi bo'lmasa, iddat toshay deb qaytarilib, yana talaq qilib bunda uzartib o'tadigan ahvol bor. Ziyon urish uchun. ولكن يطول العدة عليها فهو الإمساك ضرارا. Demak, iddatni uzartib o'tib, buni to'y qilishdan to'sab qo'yishdan o'zi mana ziyon urish uchun emrde tutuştan ibaret. Lita'tadu litazlimuhunna aw litulji'uhunna ila al-iftida. Yani ularga zulm qilish uchun yoki ularni bedel to'lashga majburlash uchun. Demak, ashunda es qo'ysa bu zirki bu ayol aytganmay qanday qildi? Ma asan Alloh ma'qulni qo'yita deblam bedel to'lashga rozi bo'lgan. Majbur bo'ldi. Va may yaf'al zalika
ya'ni imsaka lid-darar ashuni kim qiysa degani ashu nima ziyon urish uchun amri qaytarilib bunda uzartiversa deydi. Faqat zalama nafsi o'ziga zulm qilgan bo'ldi. Chunki oxirida bu o'zini Allohning jazosiga uchratgan bo'ldi. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. Allah'ın ayetini oyuncakçak meskhara kılmanlar dedi. Yani onu tutuşta Allah'ın ayetini amel kılıp tutuşta çakçak arlaştırmanlar, uyan arlaştırmayın. Ciddi halette bulanlar. Ayeti degen bilen talak. Ahkamlar ne demek? Yani ahkamlı kelgen ayetlerini demek şunu amel kılışta, tutuşta ciddi karanlar dedi. وَرْعَوْهَا حَقَّ رَعَيَتَا. Şunu layık raviste raya kılınlar. وَإِلَّا فَقَدْ اتَّخَذْتُمُوهَا هُزْوًا. Bulmasa onda kılmışsanlar onu çakçak aylandırılan bulurlar. يُقَالْ لِمَنْ لَمْ يَجِدَّ فِي الْأَمْرِ إِنَّمَا أَنْتَ لَاعِبٌ وَهَذِي. Bir işki ciddi karamagan adam gelsen uyan kılıp olsa bunu ya çakçak kılırkense de bunda değildi dedi. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Yani sizler Allah Teala'nın sizlerge kıygan nimetini eslanlar. İslamiyet bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni peygamber kılıp ibadet beriş arkalı sizlerini hidayetli başlaş nimeti bilen şunda katlı nimetini eslanlar. وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. Yani sizlerge nazil kıygan kitap ve hikmet. Hikmetin sünnet maksat ise vahiy ne demek? El-metlu ve gayril-metlu. وَذِكْرُهَا مُقَابَلَتُهَا بِالشُّكْرِ وَالْقِيَامِ بِحَقِّهَا. Demek bunu esleş. Nima bilan bo'ldi? Uningga qarta shukr aytish bilan, shukr aytish orqali uni qarshi edish va haqqini ado qilish bilan bo'ladi. Shu orqali unutib qolmay aslanlar dedi. Ya'idukum bi. Allah uni bilan sizlarga va'z nasihat qildi. Bima anzala alaykum va huwa hal. Demak, sizlarga va'z nasihat qiladigan holatda tushgan kitob va hikma shularni aslanlar demak. Vattaqulloh. Ya'ni sizlar Allohdan qo'rqinglar. Sizlarni sınıgan müşünde ahkamlar ve başka işler. Ve alamunallahu bikli şeyin alim. Bilinglar ki Allah hamma narsani bilib turguchidir. Asliganlikni, ya saqlanganlikni, va'z algan ammag'anlik va uningdan boshqa hammasini bilib turdi. Bu bo'lsa-da ham bir va'da, ham qattiq tahdiddan iborat. Ve idâ tallaqtumun nisâ'a febalagna ajalahunna. Yani hamda ma ayet hazır. Yani bir ahvalını bayan kılıyordu. Ayollarını talak biletkenliğin ki bular iddeti toşsa deydi. Febalagna ajalahunna hazır. Miyada burunqi ayetlikiden farklı. İnqadat iddatuhun ne demek? Ayada toşay dep qalan çağda deydi. Mava toşap boğanda deydi. Tadalla siyaqul kalamayni alaftiraqul bulugayn. Ve şu febalagna degan söz hazır. İki xilliqe gapning uramidin ma'lum bo'ldi deydi. Çünkü amanında fala ta'duluhunna deb kelsin ama anda qaytirilish dairesi var. Ondan qaytirilish degan iddat to'shmagan chaqda bo'ldi. Ham to'sash degan iddat to'shab bo'lib aytiga degan chaqda bo'ldi. Lianna nikah yaqubuhuna mana miyada ay ninkahna degan nima keldi. Va da yakunu ba'da iddat. Bu iddatdan keyin bo'lgan narsa. Birinchi oyatda ar-raj'a. Demak fa amsikunna. Demak bu iddat ishida bo'ladi. Fala ta'dulunna, fala tamna'uhunna. To'svanmanglar. Al-adal, al-man'u va at-tadyiq. Siqib turilish, ching siqib olish va qamallab turilish. En nikahna azvajahunna özlerinin tegmekçi olan erlerge nikahlanıştayan dedi. Azvajahunna allazine yergabna fihim. Demişe azvajahunna dedi bu nikah kılmagan tutsa dese. Ya itibar ma sayekun. Zaman ya ki burunqi erlerden iddat toşqıça bu qaytırolmaptı ki. Burunqi ere iddat toşqı qaytırolmaptı. Bir talaq qıptı. Keyin andın o iddat toşqandaki yeni bir toyluq bilan yana nikahlab alay dese muşuni ko'zlagan bo'lishi mumkin. Chunki mushi sababini nuzulda shunda bo'lgan-ku. Bir sahabi singlisini bilsiga yasliq qilib keyin talaq qilayotgan. Keyin iddat toshqaniga yana men yandan to'y qildim desa bir qitim basam buni xarildan hamda bermayman deb turganda men aytib chiqgan. Da'vanki ash burunqi erlarga, burun takka erlarga qayta tegay desa to'sonmanlar dedi. Demak shularga yaraydigan, foydali bo'lgan ulama shu tegishni xohlaydigan burunqi erlarga nikohlanish xohlasa to'sonmanlar. وفيه إشارة إلى انعقاد النكاح بعبارة النساء. يعني بمذهبنا دليل التبع أن ينكحن أزواجهن. إذا تسواسا مميزة دليل قرطل التبع. والخطاب للأزواج الذين يعدلون نساءهم بعد انقضاء العدة. أم يا خطاب تعدلوهن ديان خطاب سلر ديان كم ayollarni talaq qilib iddat to'shab bundan to'liq ajrab bo'lgandan boshqa oyatga ishdan urma. U bu putan chaqatma boshqa oyatga degan bo'lsang bunda to'sib olgan erlar qatilgan dedi. Bu zulmdan iborat. Demak erge tekil koymaydı bunu. Yani bu summu azvacan bismi ma yaulu iley. Yani bir atvar ma seykun. İnni arani asir khamra diyende. Lil evliya. Ya ki bu hitap evliya kartılan boşumken. Sila kızlarınlarını, sınırlarınlarını kalığı erge tegeydiyse tutuvanmanlarını. Ya ki burunqi erlerge aşında bir kan talak olap kitip, toşap kitip, yeni başlardan tegeydiyse tutuvanmanlar ya. Kaydaydıysa
tusawmanlar. Summa azvajin bi'atbar makan. Ma huwa bi'atbar makan. İlgiri şunda. Nazalat fi Ma'qil ibn Yasar hina adala ukhtahu an tarja ila az-zawj al-awwal. Musaba sanasına bir kadın ba'sa o aza verip kadını öyle tuttu. Yani ikkinchi kadın pişman kalıp bu yani alaman deb turgan chaqda bu kadın ba'sam izzetini qilmadan onu ba'magan deb turgan chaqda mush oyat tushgan edi. Aw lin-nas ay yujadu fi ma baynakum adlun. Yak bütün halayiqqa qilingan xitob bo'lishi mumkin. Bidatul mujdaytum shu tarixda chiqdi-wan. Kitabul Awliya deb turalda Shafi'i mazhab chiqadi. Nuzul qilgan joyda avliyo Allah. Al-ibra bi umumil lafz. Kishilarga kitob yozim bo'ldi. Sizlarning aranglarda unda to'silish bo'lmasin. Yana idza wujida baynahum wa hum raduna kanu fi hukmil adlin. Chunki bular o'zaro ittifoqlashib razılashgan taqdir sil to'sqinlik qilib olsanglar, bu chaqda bu Haqqanda arlışalaydı o işler. arlashadi, har xil arlishidan. Özünün tuqqanları, velileri arlışalaydı bu sefer. Veli emasliman da shunda to'sqinlik qilib olishlar bor. O'sha linnas, kitob linnas deganga asosan. Masalan, arab tilida qabilavozlik bor. Bu bosh qabildan keyin bu bizning qabildan bunday qilsa bo'lmaydi, hammamiz qarshi qilishlar. Masalan, hani har xil bir nima ahvolli bor. Bu chaqda umum xalq bunda to'sqinlik qilib olsa bo'lmaydi demoqchi. Idza taradaw baynahum idza taradal xuttab va nisa. Yigitlar, qiz ikki taraf o'zaro razilashgan ahvolda. Bil ma'ruf degani bima yahsunu fid din. Din buni e'tirof qilgan, tuniydigan chiroyli bunda muvafiq shaklda. Yana odamgarchilik mu tuniydigan, ko'taradigan bunda shartlar bilan dedi. Aw bi mahril masla val kufr. Yoki shu ayolning to'yliqidan kamaytirib o'tmagan holatda, normal to'yliqidan kamaytirib o'tmagan holatda yoki o'z loyiqi bo'lgan holatda dedi. Lianna inda adami ahadihima lil awliya an ya'taridu. Chunki o'sha mahril mislidan kafaat bo'lmasa, avliyolar e'tiroz bildirish haqqi bor. Nima? Wal xitabu fi zalika lin-nabi sallallohu alayhi vasallam. Zalika kafir xitob qilgan bu Rasululloh qilgan xitob debdi. Rasululloh emas, jami musulmonlar qilgan bo'lishi mumkin. Ya likulli ahad bo'lishi mumkin. Rasululloh qilgan deganga, masalan, ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa degan oyat tushib qoladi. Rasululloh xitob. Hamda zalika degan nimaga ishorat? Yuqorida bayon qilingan hukmlarning hammasi ashular degan. Ya mushu hukmlar yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Allah va oxiratga ishongan kishiga mushuni bayon qilish orqali vaz nasihat qilindi. Fal mav'ida innama tanjafim. Chunki vaz nasihat degan mushularga foydasi bo'ladi. Boshqalar iymon joyida bo'lmaganlar vaz nasihat qilmaydi dedi. Bu magibimni men sizga deyman, boshqadan demayman. Boshqadan bo'lsin da demayman degandek. Zalikum ay tarkil adl va dirar, ya'ni shunda to'svanmay, ziyon olmay bunda qilish azkalakum athar. Gunohdan poklanishinglar uchun va texmo rahat aromida obdan bo'lishinglar uchun texmo loyiqdir. Afzal atyab anda. Vallohu ya'lamu ma fi zalika min az-zakat va at-tuhur. Bunun azkarligini, atharligini, qasib sizlarga foydali qaziyatlikni Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar dedi. Va antum la ta'lamuna zalika. Vallohu a'lamu bis-sawab. Wa ilayhil marji'u wal ma'ab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.